Hazır faoliyatimizga Xotan shaharlik 2-chi boshlang'ich maktabning muavin mudiri Gulbar Ahmad xonimni leksiya so'zlab berishga taklif qilaylik. Hammalar qizg'in olqishlarimiz bilan qarshi olsak. Assalomu alaykum, hurmatli rahbarlar. Mehribon ota-onalar, Qarqashnoylik 3-chi o'rta maktabdagi barliq qadrdon o'qituvchi ustozlar, suyimli saboqdoshlar, yaxshimisizlar? Men bugun aziz yurt Qarqash diyoriga kirib, har qaysinglar bilan birlikda hozir jamiyatimizda to'liq kamchil bo'lib atgan, yuqoridan tortib tuvangacha barliq kishilar tashabbus qilib atgan minnatdorlik tarbiyasi haqida o'rtaq hamsuhbati bo'la olganligim uchun to'liq hayajonlanyapman. Chunki men bu yerda o'tirib atgan barliq o'qituvchi ustozlarga o'xshash bizning ma'rif ishlarimizni qizg'in so'yman. Shundaqla men izchil ma'rif xizmatini odimiylik orqali odimiylik yetildiradigan, ruh orqali ruh yaratadigan ulug' xizmat deb qarayman. Bugungi faoliyatimiz kelgan barliq ota-onalar, oldi bilan men sizlarga rahmatimni bildiraman. Sizlarning menga bir fursat berib, men bilan birlikda farzand tarbiyasi haqida o'rtaq hamsuhbatda bo'lganligingizga rahmat aytaman. Shundaqla sizlarning balanglarga bir fursat berib, balanglarni o'zinglar bilan sirdishish imkoniyatiga ega qilganligingizga rahmat aytaman. Shundaqla sizlarning maktabga bir fursat berib, maktabni o'zini tanishtirish, o'z noyanglarning ma'rifini sizlarga tanitish fursati bilan ta'min etganligingizga rahmat aytaman. Bugungi yig'inimizga kelgan barliq onalar, qo'limizni ko'taraylik. Qo'linglarni egizroq ko'taringlar onalar. Saboqdoshlar, bu onalar ulug'mi emasmi? Nima uchun? Chunki bu qo'llar bizning bo'shkimizni ta'vatgan qo'llar. Chunki mana shu qo'llar bizning Uyg'ur millatimizni ta'vatgan qo'llar. Qizg'in olqishlarimiz ana shu ulug' onalarimiz uchun tasadduq. Endi bugungi faoliyatimiz kelgan barliq dadalar, qo'limizni ko'taraylik. Dadalarning soni ozmi nima bugun? Saboqdoshlar, bu dadalar ulug'mi emasmi? Ammo nima uchun? Chunki har qancha ulug' ona mehrimi bu dada mehrining o'rnini bosolmaydi. Hammadan muhimi bugungi bu faoliyatimiz kelgan shunchalar oz sondagi dadalarni haqiqatan ulug' deyishga bo'ldi. Nima uchun deganda ilgari men har qatim ota-onalar suhbat yig'ini ochgan vaqtimda sinfdagi 48 bolaning 40 tak o'quvchining onasi kelsa, aran 8-9 nafarning dadasi keladi. Bola tarbiyalash yolg'iz onalarning mas'uliyati emas. Bir balani o'sib yetilish hayot musobaqasida dadalarning roli kam bo'lsa bo'lmaydi. Amdiki olqishlarimiz ana shu ulug' dadalarimiz uchun. Endi men saboqdoshlardan so'rab boqay. Hozir bizning jamiyatimiz nima uchun minnatdorlik tarbiyasiga muhtoj bo'lib qoldi? Tam? Bilmaymiz. Men sizlarga deb beray. Iqtisodning
yuqori ko'tarilishi, turmush farovonligimizning jo'sh urib rivojlanishiga ergishib, hozir jamiyatimizda bir qism odamlar bag'an siri vijdonni yo'qotib qo'yyapti. Savoqdoshlar, sizlarning vijdoninglar bormi yo'q? Vijdoninglarni tutib boqinglar, men ko'rib boqay. Tutqili olmaydi, shundami? Zodi bugungi bu faoliyatimizda vijdoni bor savoqdoshlar, vijdoni bor odamlarni haqiqiy uyg'ona oladi va haqiqiy o'zining vijdonini ifoda qila oladi deb qaraymiz. Qani zodi vijdoninglar bormi yo'q? Sal turib isbotlanadi. Xo'sh, endi naqibimiz kelsak, atrofimiz qaraydigan bo'lsak, jamiyatning taraqqiy qilishiga ergishib, bir-biridan egiz binolar qad ko'tarilishga boshladi. Bir-biridan keng asfalt yo'llar yasalishga boshladi. Shuningga ergishib, bizning xizmat, turmush, o'rganish ritmimizmi bag'an siri tezlashib ketdi. Ammo jamiyat taraqqiy qilgan siri dal buning aksiga biz odamlarning ko'ngli ko'ksimiz bag'an siri tariyib, kishilar orasidagi mehr, muhabbat susishishga, o'zaro bari-keldi qilishlar aziyishga boshladi. Bu hayotga, bu turmushga norozi bo'lishlar bag'an siri avjilib ketdi. Dal shunday sharoitda qalblarni mehr, muhabbat suvlari bilan sug'urib, ko'ngillarga minnatdorlik urug'larini chechib, hayotimizda yangidan-yangi ma'nolarga ega qilish. Bo'libmi millatimizning kelgusi izbosardiri bo'lgan sizlardek yosh avlodlarning minnatdorlik his tuyg'usini haqiqiy avj oldirish hozirgi davrning jiddiy ehtiyoji va zarur talabi bo'lib qoldi. Shu munosabat bilan biz bu yerda o'tiribmiz. Endi savoqdoshlardan yana bir savol so'rayman. Savoqdoshlarning orasidan tirishib ugunib, kelgusida yaramli odam bo'lishga bel bog'lagan savoqdoshlar bormi? Qo'l ko'tarib boqinglar, men ko'rib boqay. Voy, nimandaq ko'p, yaxshi savoqdoshlar qo'linglarni tashlanglar. Endi buningdan keyin mayli o'qituvchi ustozlaringiz bilan bo'lmasin, mayli ota-onangiz bilan bo'lmasin, mayli sinfdagi savoqdoshlaringiz bilan bo'lmasin, texmi yaxshi o'tishni xohlaydigan savoqdoshlar bormi? Qo'l ko'tarib boqinglar. Yaxshi savoqdoshlar. Savoqdoshlarning men yuqorqi ifodalaridan sizlarning muvaffaqiyat qozonish istiginglarning to'liq kuchli ekanligini bayqab oldim. Savoqdoshlar, muvaffaqiyat qozonish uchun nimaga tayinimiz? Aqlga yenichu, o'zimizga yenichu, tirishchanlikqa. Savoqdoshlarning orasida nurg'un har xil har yangi javoblar chiqyapti. Menimcha bo'lganda muvaffaqiyat qozonish uchun pozitsiyaga tayinimiz. Mundaq bir gap bor. Pozitsiya hammani belgilaydi. Sizning ma'lum bir ishga tutgan pozitsiyangiz yaxshi bo'lmay turib, siz har qancha ulug' armonlarni ko'nglingizga putsangizmi, har qancha yaxshi usullarni qo'llansangizmi, har qancha zo'r tirishchanliklarni ko'rsatsangizmi, sizning qilganingiz nolga teng bo'lishi mumkin. Undaqda mening deganlarimga asosan hozir barliq savoqdoshlar o'zimizga ko'p qilib boqaylik. Sizning o'qishga, o'rganishga tutgan pozitsiyangizga 0 dan 100 gacha nomer qo'yishga to'g'ri kelsa, siz o'zingizga necha nomer qo'yasiz? 30? 39? Ha, savoqdoshlar yana bir savol so'ray. Suv normal sharoitda necha selsiya gradus qaynaydi? 100 selsiya gradus qaynaydi. 99 selsiya gradus suv qaynamdi. Qaynash nuqtasi necha gradus ekan? 1 gradus ekan. Ammo biz ko'zga ilmagan bu kichikgina 1 gradus suvning qaynay olmasligini keltirib chiqadi savoqdoshlar. Aeroplan uchishdan burun uchish yo'lini qanday qilish kerak? Ma'lum sur'atda yo'l yurish kerak, shundaymi? Agar aeroplanning uchish yo'lidagi tezligi belgilangan sur'atga yetmasa, aeroplan havoda bo'lamdi, yerda bo'lamdi. Hatto birlik tezlik kam bo'lib qolsa-mu, aeroplan osmonga ko'tarilmaydi. Shundaymi savoqdoshlar? Agar bir odam o'zini o'zgartiraman desa, mundani tirishchalik ko'rsatib qo'yish kerakmi yoki butun kuchi bilan otilish kerakmi? Undan savoqdoshlar, bugun sizlar bu yerda o'tiryapsizlar. Ya'ni burunqi faoliyatga qatnashgan chog'dagi holatinglar, qiyofatinglar bilan o'tiryapsizlar. Burunqi faoliyatga ovozinglar bilan mening savolimga javob beryapsizlar. Undaq bo'lsa, kechiring, bugungi bu faoliyatimiz faqat sizga burunqi natijalarni elib kelalishi mumkin. Savoqdoshlar, sizlarning burunqi natijangiz yaxshimi yoki nacharmi? Nachar bo'lsa o'zgartganlar bormi yo'q? Undaqda hozir o'zgartgan yaxshimi yoki 10 yildan keyin o'zgartgan yaxshimi? Amsa qiyofatinglarda o'zgarish bo'lishi kerakmi? Ovozinglarda o'zgarish bo'lishi kerakmi? Undaq bo'lsa hammanglar badanimizni ruslab, qaddimizni tik tutib, jonli o'ltiraylik. Ota-onalar, bugun sizlarning qiyofatinglarni ko'rib, sizlarni qaytadan bir tonisin, sizlardan dillari so'yinsin. Amsa har qancha aldirash bo'lsa-mu, shu aldirash ichidan
qimmatli vaqtni chiqarib bugungi faoliyatimizga qatnashib bergan mana shu qadrdon ota-onalarimizga chin qalbimizdan rahmat aytganligimizni qizg'in olqishlarimiz bilan bildirib o'taylik. Endi men savoqdoshlardan yana bir savol so'rayman. To'liq savol so'rab sen zeriktirib o'tmagandiman. Yaxshi savoqdoshlar, unda bu savolimga barliq savoqdoshlar birdek jonliq, o'nlik javob beraylik. İlgari bizning Uyg'ur jamiyatimizda mundaq bir odam o'tgan. Bu odam yosh chog'larida biz muallim yurtlarda maktab ochamiz, xalqimizga yop-yo'ruq nurlar chachimiz. Talay yillar zulmatda tinab xar bo'ldik, ilm irfon yo'liga shuncha zor bo'ldik deb she'r yozgan edi. Sizlar bu odamning kimligini bilamsizlar? U kim o? Yaxshi vaqtdoshlar, u bo'lsa-mu bizning Uyg'ur o't yurak o'g'lanimiz Mamtili Tavfiq apandi. Mamtili apandi o'zining tarixdagi o'chmas ma'rif faoliyatlari va adabiy ijodiyati bilan Uyg'ur ma'rif tarixi va adabiyot tarixida muhim o'rin tutadi. Biz bu Uyg'ur demokratik adabiyotining mashhur vakilini cho'nqur sig'inish ichida aslaymiz. U xalqimiz qalbida mangu hayot. Tavfiq ro'yi garchi yoritilg'ili 100 yil bo'lgan bo'lsa-mu, ammo mangu qo'ndirmaydigan bizning angushlarimizdir. Undaqda nima uchun biz hozirmi ana shu ma'rifat peshvolarimizni aslab qoldik? Nima uchun biz hozirmi ana shu tavfiq ro'yiga muhtoj bo'lib qoldik? Men bugun savoqdoshlar bilan birinchi bo'lib mushu temada mulohaza olib boraman. Chunki savoqdoshlar, hozir bizda to'liq kamchil bo'layotgani ana shundoq bir xil ulug' milliy ruh. Ro'yi zaiflik, ro'yi gadoylik, ro'yi tushkunlikda hozir bizning millatimizning oldiga o'tadiganmi bir millat bo'lmasa kerak. Men sizlarga desam, agar bir millatning ichki qismida ma'lum bir xil ruh bo'lmasa, u hargizmi taraqqiy qilib zo'rayolmaydi. Agar bir korxonada ma'lum bir xil ruh bo'lmasa, u mangu raqobat ichidan o'zib chiqa olmaydi. Agar bir odamda ma'lum bir xil ruh bo'lmasa, u mangu yaramli odam bo'lib chiqa olmaydi. Nəhayət uzun yıllar ilgiriki Olimpik tənərkət müsabiqəsində dal Afrikadakı bir qism dövlətlər Olimpikqa tunji qatim qatnaşqan bir qatimliq musobaqa ekan. U chaqda butkul dunyo qari tanliklarni kamsitadigan, ularning normal insoniy huquqi va yashash huquqi yo'q deb qaraydigan mazgil bo'lg'achqa, qari tanlik nigirlardan tashkil topgan bir komanda musobaqa maydoniga kirib kelgan vaqtda barliq kishilar ularga masmaslik past ko'rish nazari bilan qarashibdi. G'alati ish. Nigirlarning bu yerda biz bilan musobaqa qilishganga zodi nima salohiyati bor? Ular bu yerda nima ish qiladi? Butkul musobaqa maydoni g'ul-g'ulg'i cho'mibdi. Musobaqa tashkiloti bu kuchlik norozilik va besim oldida bu komandadagilar bilan maslahatlashib, ularning ichidagi faqat bir nafar tanarkachining vakil bo'lib bir turning musobaqasiga qatnasha oladiganligini uqtiribdi. Ko'pchilikning o'rtaq ko'rsashi asida oxiri o'roq vijik kelgan bir kichik nigir balani musobaqaga qatnashishga tanlabdi. Bu balaning qatnashadigan musobaqa turi bo'lsa, marafonchi yugurish bo'lib, u mushu musobaqa turi uchun to'g'ri 5 yil tayyorlik ko'rgan edi. U tanlanib chiqqan vaqtda uning komandadagi boshqa do'stlari uni chin quchoqlab turib, "Qarindishim, endi butunlay sana qarashlik qoldi. Sen cho'qim tirishqin, cho'qim chempionlikni qo'lga keltirib, butun dunyo xalqiga biz qari tanliklarning ruhini to'ntib qo'ygin. Butun dunyo xalqiga biz qari tanliklarning odam ekanligimizni, bizni to'p ko'zi bo'lmaydiganligini bildirib qo'ygin. Chunki bizning tomirimizda eqiyotgan qonlarmi o'xshashla qizilranglik deb tilak tilishibdi." Bu kichik nigir balamo hammalarga cho'qim tirishadiganligini bildirib, ularni xotirjam qildi. Musobaqa tapanchisi etilibdi. Musobaqa jarayonida bu nigir bala boshdan oxir birinchilikni qo'ldan bermay, boshqa aqtanlik moyirlarning hammasini o'zidan xilili yiroqda qoldiribdi. Musobaqa ko'rguvchilar hayron qoldi. Tushunolmabdi. Nima uchun qora tanli kichikkina bir nigir bala muncholar tez yuguralaydi deb g'ul-g'ul qilishib ketibdi. Lekin ular qandoqmi his qila olsin? Qandoqmi tushuna olsin? Bu balaning qalbida lavullayotgani vatan muhabbati, jismini harakatlantirayotgani uning milliy ruhi. U shu topda millatining butkul ruhini elib yugurish yo'lida chepib ketyapti. Musobaqa yugurish yo'lida chepayotgani bu balaning kichik tini emas,
balki butkul qora tanliklarning milliy ruhi ishkanligini bu yerda o'tirayotgan kishilar qandoqmi tushunadisun? Dal shu topda bir tasodifiylik yuz beribdi. Nereden uçup geldi? Musabaqa yugurash yo'lining qayrildigan bir burjikidan ma'lum birsi aynak botolkani bir atgan ekan, bu balaning putining dumbisiga tegib, para bo'lib sunibdi. Ushtumtut yuz bergan bu zarbadan uchqandek yugurib ketayotgan bu bala o'z kontrolini yo'qotib, shu hamon musabaqa yugurash yo'liga necha mollaq etib yiqilib tushibdi. Mürisi, biligi puti eg'ir surilib yaralanib qonlar eqishga boshlabdi. Musobaqa yugurish yo'lida bir hazog'icha turolmay yetib qoldi. U beshini ko'tarib qarg'inida o'zidan xilli yiroqda qolgan mahirlarning birining kaynidan biri o'zini tashlab o'tib ketayotganligini ko'ribdi. Uning chempion bo'lish arzusi uzul kesil barbod bo'lgan edi. Ammo bu chaqda u musobaqa yugurish yo'lidan chekinib chiqmay, aksicha qaysarlik bilan o'rnidan o'mlab qopib, tishini tishlab, to'liq qiynalgan holda oxirgi pallaga qarab minishga boshlabdi. Chunki u ko'nglida men bir tanarkatchi, bugun men garchi chempion bo'la olmasam-mu, ammo vatanimga vakil bo'lib qatnashgan ekanman, cho'qim oxirgi pallaga yetib bormsam bo'lmaydi, deydigan bir o'y hukm suratdi. U qaysarlik bilan bir qadamdan oxirgi pallaga qarab mengayotgan vaqtda musobaqa oxirgi pallasida birinchi, ikkinchi, uchinchilar allaqachon maydonga kelib bo'lgan edi. Olimpik tanarkat yig'inining qoidasi bo'yicha bo'lganda musobaqadagi oldin uch daraja maydonga kelib bo'lgan vaqtda mukofotlash marosimini o'tkazaveradi. Lekin riyosatchi tuyuqsiz har qaysi tomoshabinlar bizning mukofotlash marosimimiz sal turib elib berildi. Chunki yana bir nafar mahir tig'i yugurish yo'lidan kelib bo'lolmadi deb jakarlabdi. Shu hamon musobaqa maydonining cho'ng ekranida bir nafar qora tanlik mahirning yugurish yo'lida jabbo mushaqqatda mengayotgan simasi ko'rinibdi. U shu topda to'liq qiynalib mengayotdi. Boshqa mahirlar uchun tamomlash to'liq oson bo'lgan 200 metrga yetmaydigan bu qisqagina musobaqa bu bola uchun ba'zi mushkul edi. U arqa-arqadan yiqilib tushadi. Arqa-arqadan o'milab turadi. Her qatam o'milab turganida o'rnidan turolmay qilishdan ansirab, tirnoqlari bilan yerni tirnalaydi. Uning tirnoqlari yerilib, qonlar eqib, musobaqa yugurish yo'lida 100 metrdan ortiq qon izini qoldirdi. Uning musobaqa oxirgi pallasiga qarab yiqilib kelayotganligini ko'rgan xizmatchi xodimlar ixtiyorsiz holda oxirgi palla ipini qoidadan tortib, uning daldangshib minib kelayotgan gavdasiga qarashdi. Dal shu chaqda bir oq tanlik terinir kelib, uni yo'lib olmoqchi bo'lib edi. U darhol boshqalar tushunmaydigan yot bir tutda menga chiqilmang. Men bir tanarkatchi. Siz menga tegib qo'ysangizlar, men musobaqa qoidasiga xilof qilgan bo'laman. Bugun men chempion bo'lolmasam-mu, ammo oxirgi pallaga yetib bormasam bo'lmaydi, deb ishki qo'lini egiz ko'tarib, palladagi ipga qarab o'zini otdi. U yiqilgan shu daqiqada oxirgi palla ipini tuta oldi. U yiqilgan shu daqiqada vatani tarafga qarab yuqori ovozda "Vatan, ana, men oxiri yetib keldim" deb to'liya oldi. Savoqdaşlar. Bizning qalbimizdami ana shundoq ulug' ruh bih surgandilar, ondan biz yurtimizni gullantira olamiz. Ondan biz millatimizni qudrat topqiza olamiz. Bizning vatanimiz, bizning yurtimiz ana shundoq ruhga ega ko'plagan ixtisosli xodimlarga muhtoj. Bizning Uyg'ur millatimiz ana shundoq ruhga ega ixtisosli xodimlarga texmi muhtoj. Şoň mening bu yerda sizlarga shundoq degim keladi. Millatimizning kelgusi izbosarlari bo'lgan sizlardek yosh o'smirlar o'zida kuchlik bo'lgan milliy ruhni avj oldirib, vatan, xalq uchun tirishib bugunadigan irodani yetildirishi lozim. Hamma odam va
taraqqiyoti millatning zo'riyish uchun to'p qo'shalaydi. Boshqalar qila olgan ekan, biz nima uchun qila olmaymiz? Biz albatta qila olamiz. Ham shunday qilishimiz kerak. Chunki bizning to'mirimizda eqiyotgani bu Sadir Palvon, Nozgullardek qahramonlarning qini. Chunki bizning to'mirimizda eqiyotgani bu Abduxoliq Uyg'ur, Lutfulla Mutallib, Ahmadjon Qosimi, Sayfiddin Aziz qatorliq o't yurak otalarimizning qini. Chunki biz Uyg'ur falsafa tarixidagi giganit paydasob Yusuf Xos Sojibning avlodi. Chunki biz Uyg'urni butun dunyoga tanitgan, dunyo madaniyat xazinasiga o'chmas to'p qo'shgan buyuk Uyg'ur olimi Mahmud Qashqariyning avlodi. Alımdır dünyanın insanın cini, alımdır dünyanın insanın cini. Alimler alimni billar qadrini. Qadrli saboqdoshlar, endi men sizlardan yana bir savolni so'rab boqay. Sizlar o'qituvchi ustozlaringizni yaxshi ko'ramsizlar? Psixologiya nuqtasini aytganda, bir odam chin yuragidan chiqarib gap qilganda, uning ovozi nihoyat yangroq, nihoyat jarangliq chiqar ekan. Agar bir odamning qalbida o'ylagani boshqa, eg'izda demoqchi bo'lgani boshqa bo'lsa, uning ovozi mana shunday solash, so'ralma chiqar ekan. Yana bir qatim so'rab boqay, sizlar o'qituvchilaringizni yaxshi ko'ramsizlar? Sizlarning bu kulayotgan chiroy ifodanglar Manga sizlarning qalbinglardagi boshqa bir gapni bildirib qo'ydi. Hech qisi yo'q. Men sizlardek vaqtimda maktabda o'qib boqqan. Bu masalani muloyiza qilishdan burun men avval sizlarga tövandagi bir masalani so'zlab beray. Bir yosh savdogar yigit qop-qorong'u tog' yo'lida yo'l yurayotgan vaqtda bakmi kech kirib ketgachga yo'ldan ezqib qoldi. O asmandagi ay yulduzlarni ko'rolmabdi. Bu cho'ntaqdan chiqib ketadigan yo'nalishni topolmabdi. Muzdek tog' shamili o'y qo'yib chiqishga boshlabdi. To'ng'inidan bu yosh yigitning butun badani lag'ildab titrab, chochlari tik turib ketibdi. Dal shu vaqtda bir g'oyib ovoz uning quloq tubida jaranglabdi. Ey yigit, yerda ushaq tashlab, bir nechta tal terib oling. Tang atqanda cho'qib asqatidi. U bir oz qo'rqibdi, lekin bu ovoz yana yangrabdi. Ey yigit, yerda ushaq tashlab, bir nechta tal terib oling. Tang atqanda cho'qib asqatidi emasmi? Yosh yigit bu ovoz bilan kar bo'lmay, yo'lini davomlashtiraveribdi. Bu g'oyib ovozmi qayta yangraveribdi. Bag'an siri to'limi bechora o'tinish ahangida yangrashga boshlabdi. Ey yigit, yerda ushaq tashlab, bir nechta tal terib oling. Tang atqanda cho'qim asqatida emasmi? Oxiri bu yigit bu ovozga bardoshlik berolmay, engishibla, xolamay yerda bir nechta tal toshni teribla yo'lini davomlashtiribdi. Halbuki kishini hayron qoldirgan ish shuki, bu bir nechta tal tosh mo'jizalarcha bu yosh yigitga yo'l boshlab, uni bu qatma-qat tog'lar orasidan boshlab elib chiqibdi. Tang atqanda u olqinini echib shundoq qaragan ekan, aslida oqshom yerdan terib olgan toshlarning hammasi odatdagi toshlar bo'lmasdan, balki paqirab turadigan sap-seriq oltinlar ekan. Bu chaqda u qattiq pushaymon qildi. Ko'prak terib olmaganligiga bakma o'kinibdi. Bu chaqda u oqshomgi ovozning o'ziga yaxshi bo'lsin deb oq ko'ngillik bilan aytilgan ovoz ekanligini tushunibdi. Ammo u keyniga shundoq burilib qarab, qop-qora tog'larning qatma-qat chirmishib ketganligini, oqshomgi oltin terib olgan yerga qaytib berishning aslo mumkin emasligini ko'rib yetibdi. Chunki u allaqachon kechikkan edi. Balki men so'zlab mana bu yerga kelganda nurg'un saboqdoshlar o'z ko'nglida "Nada bundaq ish bor? Bu bir afsona ekan-ku" degan bo'lishinglar mumkin. To'g'ri, bu bir masal, bu bir hikoya. Ammo
mushu ishingizda siz maktabda yaxshi o'qimasangiz, tirishib o'qimasangiz, balkim kelgusida mushu hikoyadagi bosh personajga aylanib qolishingiz mumkin. Chunki hozir nurg'unlagan cho'nglar, ota-onalar dal sizlarga o'xshash yoshdagi vaqtda maktabda o'qishni, o'rganish qilishni, kitob o'qishni xohlamasa, ularning quloq turidimi o'xshashli bir gap jaranglaydi. O analarining, dadalarining ovozi edi. O o'qituvchi ustozlarining ovozi edi. O ularni yaxshi ko'radigan barliq kishilarning ovozi edi. Ular o'xshashlab bir jumla gapni takrorlaydi. Balam, yaxshi o'qig'in, kelgusida cho'qim asqatadi. Balam, yaxshi o'qig'in, kelgusida cho'qim asqatadi. İnsan hayatı to'liq qisqa. 20-30 ming kun, 5 tugujlat o'tib ketadi. Buning ichida o'rganish qilishga sarf qilgan vaqt oz degandimi 4dan 1 qism vaqtni egallaydi. Dal mushu hayotingizning 4dan 1 qism vaqtida o'qituvchi ustozlaringiz sizga kunda degudek hamroh bo'ladi. O'qituvchimi sizning o'z onangizga o'xshash sizning hayot safaringizga shafqatchingiz. Her günü mektepten qaytgandan keyin siz torxonlarga, o'yinchiqonlarga berib o'ynab, do'stlaringiz bilan maktabda top o'ynab, ko'ngil ochgan chaqlaringizda shu o'qituvchilaringizning nima ish qilganligini bilamsiz? Ular ishxonalarda o'ltirib dars tayyorlaydi, topshiriq tekshiraydi. Tugitib bo'lolmasa, hatto uylariga javob berib, kecha o'ltirib tekshiradi, kecha o'ltirib material ko'radi. Ammo siz o'ylab baqdingizmi? O'qituvchi bo'lmak haqiqatan mutas. O'qituvchilarimizning o'z onasi bor, dadasi bor, oilasi bor, bolalari bor. Qanchalagan dam olish, bayram kunlari bizning o'qituvchilarimiz dadasi, onasiga hamroh bo'la olmayotgan, ularni kutolmayotgan. O'z bolalarini olib bog'chaga boradiganga vaqt yetmayotgan. Aksi sizlarga hamroh bo'lib, sizlar bilan birga bo'layotgan, sizlarga dars to'liqlayotgan. İlgari televizordan mamlakat bo'yicha munavvar o'qituvchilarni ziyorat qilgan mundaq bir programmani ko'rib qolgan edim. Programmada ziyorat qilingan bir o'qituvchining mono jumlalari ta hozirgacha quloq tubimda jaranglaydi. Mening balam 5 yoshga kirdi. Bir kuni o'qishimga yugurib kelib, yig'lab turib menga, "Apa, sen bir yaxshi opa emaskansan. Sen bir layoqatli opa emaskansan. Sen kechgacha o'quvchilaring bilan bo'lib, men bilan qaring bo'lmaydi ekan. Sen mening opam emas, balki o'qituvchim bo'lib qolgan bo'lsang yaxshi bo'ladi ekan. Sen mening o'qituvchim bo'lgan bo'lsang, nima degan yaxshi bo'ladi ha?" Bu bir ziyorat xotirasi. Mushuning o'xshash 3-o'rta maktabdami, kech bo'lsa, yasliydagi bolalarni akilib olishga vaqti yetmay, o'quvchilarni yetaklash bilan bo'lib ketgan. Shanba kunlari, bayram kunlari oilasi bilan birga bo'la olmay, maktabda dars to'liqlayotgan o'qituvchilarmi haqiqatanmi oz emas. O'qituvchilar tilga ilinsa, ana shu o'qituvchilar orasida yuz bergan mundaq bir voqeani sizlarga bayon qilib bergim keldi. Bir to'liq 3-yillikning sinf mudiri. O'quvchilari oliy maktab imtihoniga qatnashishga 3 oy qolgan vaqtda baxtga qarshi dadasi tuyuqsiz og'ir kasalga giribdor bo'lib, doktorxonada yetib qoldi. Doktorlarning fikri bo'yicha bo'lganda, bemorni yuqori darajali doktorxonalarga yetkazib, jiddiy operatsiya qilish zarur edi. Yolg'iz farzand bo'lgan bu o'qituvchi ruxsat so'rab, dadasini davolatishni ko'ngliga pukdi. Ammo uning bu o'yi dadasining keskin rad qilishiga uchirdi. Balam, men sening bunday qilishingni xohlamayman. Chunki hozir menga qaraganda o'quvchilaring senga bakrak muhtoj. Menga qarag'ili, holimdan xabar olg'ili onang bor. Sen xotirjam xizmatingni qilayver. O'quvchilarim oliy maktab imtihonida yaxshi natijalarga erishsa, mening ko'nglimmo taskin topadi. Oliy maktab imtihonigacha bo'lgan 3 oy ichida bu o'qituvchi o'quvchilarga qindir qilib dars o'tdi. O'quvchilarni astoydil yetakladi. Oliy maktab imtihoni oxirlashib, 2-kuni saharda o'qituvchi Urumchiga ayrilg'ili 3 oy bo'lgan, 3 oydan beri izchil doktorxonada davolanib kelayotgan dadasining qishiga qarab yo'lga chiqdi.
Şu minutlar bir tush bo'lib qolsa-chu, aeroplandan tushibla Udullu doktorxonaga yetib kelgan o'qituvchining ko'rgini to'lg'an, qaddi qomatlik, bejirim dadisi emas, balki operatsiya va ximiyalik davolashlardan keyin ezilgan bir teri, bir ustixon bo'lib qolgan nimjon gavda bo'ldi. Dada nursiz xira ko'zlarini to'risqa tikkanicha jimjit yotatdi. O'qituvchi dadasining ojiz tinining ustiga o'zini tashlab, ho'ngrab yig'lab ketdi. Jinim dada, men kechikib qolibman bu dada. Men kech kunduz Allohdan sening shifo tepishini tilab kelsam-mu, ammo seni buncha ular ig'irlab ketdi deb o'ylamabdiman bu dada. Men endi vaqt chiqarib kelgandim. Anamning qo'lini sug'utay deb kelgandim. Seni butun kuchim, butun vujudim bilan boqay deb kelgandim. Menga bir qarasangchi dada, menga bir gap qilsangchi dada, meni kechir. Mendek bir vafosiz balangni kechir. Dada qiziga bir qarab, bir narsa demoqchi bo'lib, og'zini o'malladi-yu, biroq hech nima deyolmay qiziga qarab tutib qoldi. Dada qizining bu azobli yig'ilishini anglay olmaydi. Uning bu azobli holatini ko'ra olmaydi. Dada bu dunyodan mangulikka vidolashgan edi. Bir oygacha bolalarning oliy maktab imtihon natijasi chiqib, arqa-arqadan nuqtaliq oliy maktablardan chaqiriq kelishga boshladi. O'qituvchi o'quvchilarining bu xushonlarlik natijalarini olgandan keyin darhol dadasining tuproq beshiga keldi. Dada, men o'quvchilarimning natijalarini olib keldim. Ularning hammasi degudek nuqtaliq oliy maktablarga o'tibdi. Mendan rozi bo'l dada. Menga sabr ato qil. Men sening mendan rozi bo'lganligingni va meni kechirganligingni bilaman. Chunki sen o'z vaqtida munavvar bir xalq o'qituvchisi eding. Sen bu isim faziletlik zat edin. Minnet tamam temennadin yad edin. Uzak yolda can atar, ey ömür boyu yük sürgen adedir. Tağdavalık uzak yolda canım atar, ey ömür boyu yükseligen adedir. Yüreğimde öşmez meşal yandırır, ey çam seferge atlandırıp bandırır. Özen kettin gam güzarim canım aka, ey muradını bana muraz kaldırır. Özen kettin gam güzarim canım aka, bana muraz kaldırır. Qadrli vicdaninglar, g'ururinglar bosqin deb biqinglar. Sizlar o'qituvchi ustozlaringlarni yaxshi ko'ramsizlar? Hurmatli ota-onalar. O'qituvchi bo'lmoq haqiqatan mutaz. Bolalarni tarbiyalash bo'lsa, maktab va oilaning o'rtaq vazifasi. Ammo hozir ko'pincha ota-onalar bu nuqtani esdan chiqarib qo'ydi. Farzandlarini tarbiyalash ishini yolg'iz maktabga, o'qituvchilarga tashlab qo'ydi. Bizning har bir o'qituvchimiz xuddi shamga o'xshash o'zini ko'ydirib, nurga tashla har bir qalbni illatadi, nurga tashla har bir qalbni yoritadi.
O'qituvchilar bo'lmagan bo'lsa, bizning jamiyatimizning madaniyati davomlashmagan bo'ladi. O'qituvchilar bo'lmasa, bizning kelgusimizni kim yaratadi? Shunga butkul jamiyat barliq o'qituvchilarni hurmat qilishimiz va ularni yaxshi ko'rishimiz kerak. Chunki ularning emgaki eng halol emgakdir. Chunki ularning emgaki eng minnatdor bo'lishga tegishli emgakdir. Shamchiroq ruh dunyosida nurimiz berdi harorat. Ecrimiz hem kıyasına Örleştemem günü kudret. Buningdan 100 yil muqaddam bir muncha bolalar Qashqar ko'chalarida tashviq varaqasini kishilarga taqitib yuratdi. O'tkinchilar yo'ldan to'xtab, "Menga birni" deyishib, bu bolalarning qo'lidagi qog'oz parchalarini yo'lib olishyapti. Ularning orasidagi xat o'qiy oladiganlari husni xat shaklida dani yozilgan va kishining diqqat nazarini o'ziga magnitdek tortadigan monoqurlarni hayajon ilkida o'nlik o'qishyapti. Bu davr ilm ma'rifat davridir. Jaholat va nodonlik davri emasdir. Sa'iy va g'ayrat davridir. Susluq, bekorchilik davri emasdir. Başqa xalqlar ilm ma'rifat ko'kida uchmoqda, suv taktida uzmoqda. Bizlar bo'lsak, hamon g'aflat uyqusidadirmiz. Uyqu o'limning muqaddimasidir. Bu tarzda davomli uxlamoq zavalliq va halokatdir. Uyqudan bidor bo'layli, hali ham vaqt va fursat bordir. Tashviq varaqasiga yozilgani Uyg'urlar orasidan chiqqan mashhur islom olimi Uyg'ur yangi ma'rifining asoschisi, xalqparvar, ma'rifatparvar shoir Abduqodir Domollamning Ommaga nasihat degan asari bo'lib, Domollamning shogirdlari uni bir necha yuz bach ko'chirib chiqqan edi. Abduqodir Domollamning nasihati go'yo qorong'u rujaklardan kirgan quyosh nuridek xalq ommasining ko'ngil qasrini nurlantirdi. Ularni g'aflat uyqusidan uyg'otib, ularning kurashchanlik engini o'stirdi. Shuning bilan Abduqodir Domollamning boshchiligida chet el jahongir kuchlarining madaniyat tajovuzligiga qarshi xalq ko'rishining yangi to'lqini ko'tarildi. 1924-yilning yer jahonni zulmat qoplagan bir kechasi Abduqodir Domollam o'z kutubxonasida o'ltirib, ilmiy mutolaa qo'yniga cho'kib ketgan edi. To'satdan bir shabi anglangandek bo'ldi-da, Domollam kim degan ovoz bilan tang arkasiga qarab ulgurmasdinla sham yo'riqida vol-vol qilgan bir zaharlik pichoq olimning ko'ksiga sanjildi. Domollam susqina ingrab, o't qashdek gilam ustiga yiqildi. Vatan, millat ishqida o't bo'lib ko'ygan bu yalqinlik yurak, bu ajallik zarbidan qansirab, asta-asta so'qishdan to'xtadi. Mana shundoq ulug' olimlarimiz, tövbekor ajdodlarimiz tug'ilib o'sgan bu ona diyorimiz uchun biz nimalarni qila oldik? O'zimizning millat oldidagi, davr oldidagi farzini ham qarzini qanchalik ado qila oldik? Biz qachongacha shundoq nodonlik va jaholat ilkida yashaymiz? Qachongacha mudhish uyqudan uyg'onmay uxlaymiz? Qachongacha o'rinliq, erinchaklik bilan xor zabunlikda yashaymiz? Savoqdoshlar, mana bu maktab, mana bu zulmatda qorong'uligida tamtirab yurgan dillarga yo'riqlik ato qilib, qalb saynosidagi mudhish mahkumlik bilan kasobat zulmatini yo'qotadigan ilm ma'rifat koni. Sizlar ilm ma'rifatning koni bo'lgan bu go'zal maktublarni zodi qandoq ko'rasizlar? Sizlar har kuni atiganda xuddi turmaga ilib mingilgan noyachilarga o'xshash bo'yninglarni so'ragandek sinibga kirsizlar. Kirsizlar yo'q, qilchilik bilim olishga rizochiligingni yo'q, fursat bo'lsa o'ynashni, uxlashni xohlaysizlar. Ba'zilaringlar hatto dars tashlab, to'rxonlarga berib ko'ngil ochsizlar. Qilchilik, o'g'inish qilishni xohlamaysizlar.
Endi shundoq illatdiki savoqdaşlar, sizlar obdan o'ylab baxtinglarmi? Biz nimandaq nadan, nimandaq gol, alam bina bo'lgandan tortib, yaratquchining marhamati, himmati bilan bildirilgan shu ilmlar, koinotning sirlari, tilsimatlari ochib berilgan shu bilimlar so'zlangan kitoblarni nemish o'qishni xohlamaymiz. Shu bilimlar bilan aqliy ko'zimizni ochib, o'z kallamiz orqali nimaning to'g'ri, nimaning xato, nimaning haq ekanligini nemishqa bilishga oldirmaymiz. Savoqdaşlar, bu bilimlar qandaqdir biror davlat va yoki biror millatga yolg'iz tava emas, u butun dunyodagi insonlarga o'rtaq mansub bo'lgan, tang bildirilgan eng oliy maishat emasmi? Biz nemishqa shu bilimlarni olishni xohlamaymiz, nemishqa bu yo'lda izlanishni va o'zligimizni tepishni xohlamaymiz. Bu 21-asr uchur davri, fan texnika davri. Hozir fan texnika egallamagan millat bag'an siri shallanib davrning oqida qilyotidi. Necha yillardan beri biz Uyg'ur millati bo'lib bu xotinliklar o'qishda, maktabda o'qishdan boshlartib, bir amallarni qilib, maktabdan ajrab olishning ko'yiga tushib yurdik. Hatto ota-onalarmi farzandlarini bir amal qilib maktabga bermaslikning ko'yiga tushdi. Farzandlari to'liqsiz o'ttirni bitirib bo'lguncha nurg'un ota-onalarning taqti taq bo'lib ketadi. To'liq o'ttiriga hatto oliy maktabgacha yuqorilab o'qiydiganlar bizning oramizdan nihoyat oz chiqadi. Sababini surishtirsak faqat birla. U bo'lsa-mu o'qiganning nimaga foydasi bor deb vaz etishadi. Ajiba, rostida shundaqmidi? Yo'q. Hargiz undaq emas. Ilm elish biz insonlarga muqaddas farz. O'qish bizning boshdan bo'lmaydigan burchimiz. Yaxshi o'qigan, isil ilmlar bilan qurollangan kishilar shak shubhisizki uningga katta ajrlar beriladi. Bu qil sig'maydigan haqiqat. Hurmatli ota-onalar, maktab degan ilm ma'rifat buluqi, hidoyat saloni. Bizning bolalarimiz bu yerda yolg'iz ilm bilimni o'rganmaydi, balki axloq fazilat o'rganadi, odamiylik o'rganadi, ijtimoiy munosabat o'rganadi. Bizning o'qituvchilarimiz bu bolalarni odam bo'lish yo'liga, hidoyat yo'liga boshlabmag'idi. Acaba nurg'un ota-onalarning oilalaridagi shu vaqtlik ish emgaki va tirikchilik g'ami mushu bolalarimizning qalbining yo'riqligiga chiqishidanmi va hidoyat tepishidanmi muhimmidir? Men bir necha kundan beri Qarqashning har qaysi yezilariga o'tirib boshlang'ich maktablariga berib, liseya so'zlash faoliyati bo'ldim. Barg'anliq maktabning mayli yezlarchilik maktab bo'lsin yoki doira darajalik maktab bo'lsin, maktabning o'qitish sharoiti va aslahali meni haqiqatan so'yindirdi. Bugun bu maktabga kelib, maktabning go'zal o'qitish muhitidan va ilg'or o'qitish asarlaridan bekni so'yindim. Biz o'qiydigan vaqtlarda ilmu noyashi va yeziladiga shaharchilarmi, viloyat havasimi, sharoit yaxshi maktablar kamdan-kam deb biladi. Haqsiz tamoq, haqsiz ma'arif deganlardan aslo ilm ochqilib bo'lmaydi. Bir necha yildan beri partiya va hukumat bizning bilim tashnaligimizni qondirish uchun ma'rifimizga, maktablarimizga zo'r darajada mablag' sarfladi. Siz partiya va hukumatning mana shunday afzal siyosatida uningdan minnatdor bo'lmoqdingizmi? Partiya va hukumatning siyosatiga qanday qilish orqali javob qaytarishni o'ylashmoqdingizmi? Yo'q, bizda ozroq minnatdorlik hissiyoti yo'q. Aksiya, nurg'unlarimiz o'qishdan boshlatib, uyg'onish qilishni xohlamay, o'yin xumor bo'lib yurib ketdik. Bu bizniki qanday vijdon, qanday g'urur bu? Acaba biz vijdonimizning so'rig'idan qo'rqmamdik? Qadrli savoqdoshlar, bugungi liseya faoliyati cho'ng tipdagi minnatdorlik tarbiyasi liseya faoliyati. Endi bizning minnatdor bo'lishimizga tegishli bo'lg'ini dal shu bizning yerimizda o'tirayotgan onamiz va dadamiz. Bugungi liseya faoliyatiga kelgan ota-onalarni haqiqatan mas'uliyatchan deyishga bo'ldi. Bugun mayli siz qanday sabab bilan bu yerga kelmang, ya'ni majbur holda va yoki o'z ixtiyoringiz
başlığınız bilen bu yerga kelmang, siz haqiqatan ta'lim ekansiz. Chunki siz bugun yaningizda o'tirgan o'z farzandingizning haqiqatan cho'q bo'lganligini ko'rib yetarsiz, ularning ong tushganligini bilib yetarsiz. Undaq bo'lsa vaqtda yana bir qatim qizg'in olqishlarimiz bilan mana shu mehribon otalarimizga bo'lgan minnatdorlik hissiyotimizni bildirib o'taylik. Adam avval vafadarlık öğrenişi, andın fen medeniyet bilimlerini öğreniş gerek. Bundaq bulunmaganda bir adamda vafadarlık kemçil bolgan siri, onun o'qishlari har qancha yuqori bo'lsa-mu, jamiyat keltirgan ziyni-mu shuncha zo'r bo'ladi. Ota-onasiga vafo qilmagan farzand kelgusida vatan xalqiga javob qaytara olmaydi. Qadrli saboqdoshlar, lekin biz hozir dal aksi ish qilyapmiz. Fan medeniyet bilimlarini o'rganyapmiz, vafodarlik o'rganmayapmiz. Nima uchun hozirgi bolalar bag'an sirli gap anglamas bo'lib ketdi? Nima uchun hozirgi bolalar bag'an sirli qarab suhbat bo'lib ketdi? Chunki bizning bu bolalarimizning qalbiga vafodarlik degan bu hukm 12 yoshga kirishdan burun tanqid bo'lib berilmagan. Qadrli saboqdosh, siz har kuni maktabdan uyga qaytgan vaqtingizda dadingiz, onangiz bilan birga bo'lib, birga turmush kechirasiz, birga tamoq yeyasiz. Bu sizning hayotingizdagi zo'r baxtingiz bo'lib hisoblanadi. Sizning har bir og'iz dada, ona deb chaqirgan ovozingizdan baxt kulgisi parlab turadi. Chunki siz atrofingizga qarab turib, nurg'un bolalarning bunday fursati allaqachon g'oyib bo'lgan. Hammalarga ma'lumlik. 2008-yil 5-oyda Venjuanda ig'ir yer davrash yuz berdi. Shu qadimgi yer davrashda bir kechaning ichida 100 mingga yaqin odam o'z hayotidan ayrildi. Urug' tuqqanlaridan ayrildi. Qanchagan bolalar bir og'iz dalalat chaqirib simo ulgurmadi. Qanchagan bolalar onasining chiroyini bir ko'rib aytisimo fursat bo'ldi. İlgari mana shunday bir diksiya faoliyati bo'lgan vaqtda boshlang'ich maktabning 4-yilligining bir o'quvchisi intayin azoblanib yig'lab ketgan edi. Hammalarning bu o'quvchining zalidati sababidan buncha azoblanib ketganligini shunchalik bilgisi keldi. Aslida bu o'quvchi endi 7 yoshga kirib boshlang'ich maktabga kirgan yili anası rak kesili sababli alemden ötken ekan. Anası ko'z yumish oldida o'zi eng xotirjam bo'lolmaydigan bu o'g'lini oldiga chaqirdi. Uningga "Balam, men intayin yiroq yerga xizmatga boradigan bo'lib qoldim. U yerning ismi Jannat. Siz cho'qim darg'ingizning gapini yaxshi anglang. Siz gap anglamasangiz, dadingiz sizni uradi. Siz tayoq yeb yig'ilsangiz, mening ko'nglim yerim bo'ladi. Siz cho'qim maktabda yaxshi o'qing. Agar siz imtihonda yuqori natijaga erishsangiz, men sizdan xush bo'laman. Meni sig'insiz osmondagi yulduzlarni salam. Chunki shu yulduzlarning orasida mening ko'zlarimni ko'ra olasiz, deb ko'zlariga liq yosh olgan holda vasiyat qilib, u dunyoga safar qildi. Shu vaqtdan boshlab bu bola nihoyatda kech uxlaydi ekan. Har kuni kechda uylisiga chiqib, osmonga qarab yulduz sanaydi ekan. Osmonga qarab yulduzlar orasidan onasining simasini, onasining ko'zlarini istaydi ekan. Boshlang'ich 4-yilga chiqqan yili adabiyot dars o'qituvchisi bir kuni bolalarga onasiga yozilgan bir parcha salom xat topshiriqni beribdi. Do'stligiga yozilgan ana degan bu xatni ko'rgan bu bola shu hamon o'ylab yig'lab ketibdi. U uyga qaytib bir tarafdan yig'lab, bir tarafdan jannatga onasiga bundoq deb bir parcha salom xat yozibdi. Jannatga ana, yaxshi turib siz turgan u yer sovuqmi? Siz u yerda vaqti-vaqtida tamoq yeyaldingizmi? Sizdan hozirmi yana bir yerlarimiz og'riyotgandi? Ana, 4 yil bo'ldi. Sizni to'liq sig'inib ketdim. Siz nemishqa mendek bir
bechara o'g'lingizni ko'rgili kelmaysiz. Endi men cho'ng bo'ldim, g'araz uqdim, hargiz bu dadamni xafa qilmas bo'ldim. Bir qatim dadam bana uvan qilib, meni qattiq urgan edi. Men chidab turib, ko'zimni ching yumib, limimni ching tishlab yig'lamadim. Çünkü men sizdan anlab qilishingizdan, ko'nglimizning yerim bo'lishidan ansiradim. Men sizni xo'sh qilay deb har kuni tirishib o'rgandim. Har qatimliq imtihonda 100 numar oldim. Har qatim butun sinf bo'yicha birinchi bo'ldim. Biroq yeni nimishqa sizning xo'sh bo'lganingizni ko'rolmayman. 4 yil vaqt ichida men talay qatimlab osmondagi yulduzlarni sanab chiqdim. Ama ana, nimishqa sizning ko'zlaringizni ko'rolmayman. Ana, siz degan qo'l cho'nlar kichiklarga yolg'on esi bo'lmaydi deb. Lekin siz nimishqa meni olmaysiz. Bilamsiz ana, mening har kundagi eng xo'jal vaqtim dal osmonga qarab yulduz sanaydigan vaqtim. Qancha qatim o'ylab yulduz sanab yetib uxlab qolganimni bilmayman. Qancha qatim tushimda sizni qaytib kelib tushganligimni uqmayman. Bir qatim tushimda siz qaytib kelsiz. Men maktabga borib eng yaqin do'stimni deb uningga anam qaytib keldi. Anam men eng yaxshi ko'rib o'ynaydigan o'yinchoqlarni elib keldi. Anam menga balam, men sizga amroq, endi sizdan ayrilmayman dedi deb qo'shilliqdan sakrab ketibdiman. Biroq kech uyga qaytib ket. Siz yanıma kesel karbıda cimcit yetipsiz. Siz yanıma beni reyipsizlerce taşlayıp gitipsiz. Ben karbıdamızın yanında sizge esirip jığlap durup, ana, siz bilemsiz. Siz bolmasanız ben üzerinde tolumu yalnız his kıldıken. Siz bolmasanız başkalar beni bozak kıldıken. Başkalar beni bozak kılgandı kim bana yerden berdi. Ketmem ana, ketmem, meni tashlab ketmem deb yig'labdiman. Shundoq deb yig'lab, tushimdan uyg'onib ketdim. Yozg'imning hammala yeri bo'lib ketibdi. Shuning bilan yo'qqanga chimchim o'g'irliqcha yig'lab ketdim. Chunki men dadamning, o'gay onamning anglab qilishidan ansiraydim. Agar ular anglab qolsa, yeni ko'nglim yeri bo'lgan ish bo'ladi. Ana, sizni bekmi ko'gim kelib ketdi. Ammo men sizni ko'gim kelib yig'lamasam yaxshi bo'lmaydiganligini bilaman. Chunki cho'nglar degan sizni sig'inib ko'gim kelib to'la yig'lasam bo'lmaydiganligini, bundoq bo'lsa jannatda turayotgan sizga azob bo'ladiganligini bilaman ana. Ben bilemem. Hazır manım şu meydanda oturuvatqanlarning arasida nurg'unlagan anasiz, dadasiz balalar bo'lishi mumkin. Ba'zilarimizning ota-onasi kichik chig'imizda tugab ketgan bo'lishi mumkin. Ba'zilarimizning ota-onasi o'zaro kelisholmay ajrashib ketgan bo'lishi mumkin. Yana ba'zilarimizning ota-onasi har xil sabablar bilan sirtlarda xizmat qilib, tijorat qilib, sizlarni cho'ng ona, cho'ng dadalaringlarning beqishiga havola qilgan bo'lishi mumkin. Mening ana shu saboqdoshlarga shundoq degim keladi. Jinim ballariim, odamning bir hayotida kelishmaslik va o'ngishsizliklar doim degudek yuz berib turadi. Siz hargizmi ko'z oldingizdagi kelishmaslik va o'ngishsizliklarga qarab azoblanib ketmang, umidsizlanib ketmang. Hargizmi ota-onangiz ajrashib ketganlik tufayli o'zingizni boshqalardan bir daraja tuvan o'rinda qo'ymang. Bilishingiz kerakki, siz boshqalardan bir qadam oldi turasiz.
Çünkü siz başkalar tekip peşinin ötküzmeyen oğuşsuzluklarını başını ötküzdünüz emez mi? Şu oğuşsuzluklar sizin hayatınızdaki en zor baylıkınız bu hesaplanıdı. Siz şu oğuşsuzluklardan bir yol tapısız, bir akıl tapısız. Bugünden başlap hammaylar minnettar bo'lishni o'rganaylik. Mayli yaxshi bo'lsin yoki yomon bo'lsin. Mayli ko'nglimizga yoqsin yoki yoqmasin, hamma narsadan minnettar bo'laylik. Do'stlarimizdan minnettar bo'laylik. Chunki ular bizga do'stlikni yetkazib, bizga hayot musofimizda g'ariblik his qildirmadi. Bizga yordam qo'lini sunib, bizni qiyin o'tgandan o'tkazib qo'ydi. Biz hatta bizni yo'lda kutlayotganlardan minnatdor bo'laylik. Chunki ular bizning birja putimizni cheniqtirib qo'ydi. Biz hatta bizni tashlayotganlardan minnatdor bo'laylik. Chunki ular bizning baldurroq mustaqillikni yetiltirishimizga sharoit yaratib berdi. Qisqasi, biz turmushdagi barliq ushaq tushak ishlardan minnatdor bo'laylik. Ota-onamizdan minnatdor bo'laylik. O'qituvchi ustozlarimizdan minnatdor bo'laylik. Ma'lum bir paylasuf, agar bir odam o'z ota-onasini yaxshi ko'rmasa, o'z ota-onasidan minnatdor bo'lishni bilmasa, u bu dunyodagi boshqa hech kimni yaxshi ko'ra olmaydi, hech kimdan minnatdor bo'la olmaydi deb aytgan edi. Darhaqiqat, biz bu dunyoga operida bo'lgan shu minutdan boshlab bu dunyoning bizga ato qilingan barliq maishatlardan bahramand bo'ldik. Hayotlikdan bahramand bo'ldik. Mehr muhabbatdan bahramand bo'ldik. Her günü ettiğin şirin uykudan uyg'onib, ko'z ochgan şu daqiqamizda biz to'liq baxtlik. Çünkü dünyanın hamma yerida kuniga tugudek har xil ofat, fojia, voqealar yuz berib turadi. Ana shu ofatlarning birasining bizning peshimizga tushmay, hayot tura olganligimizning o'zi cho'ng g'animat. Bu dünya nima degan go'zal ha? Biz bu hayotning go'zalligiga, maishatlariga, ne'matlariga qanmay kundan kunga cho'ng bo'lyapmiz. Yeshimizning cho'ng bo'lishiga ergishib, biz har kuni degidek cho'ng bo'lishning xo'shalligidan, lazzatidan bahramand bo'lyapmiz. Ammo siz o'ylab baqdingizmi? Shu bahramand bo'lishlar bilan tang biz yana nurg'un narsalardan mahrum qilyapmiz. His qildingizmi? Hozir siz kundan kunga cho'ng bo'lib, nihoyatda omoq, chiroyli bir qizchaq bo'lib ketdingiz. Nihoyatda kelishgan bir yigitchaq bo'lib ketdingiz. Ammo siz kichik chig'ingizda doim sizning qo'lingizni didilab, har kuni yasli bilan uy orlig'ida chepib yurib o'tgan shu yosh, chiroyli onangiz sizni har kuni degidek osmonga egiz etib ko'tarib erkitadigan shu beslik dadingiz mana endilikda kundan kunga qirib shu go'zal chiroydan, shu qomatli bastidan ketishga boshladi. Ota-onamizning kun bo'yi, yil bo'yi siz uchun qadrab, jabbo chekib ketayotgan holatiga qarab, sizning ularga ichingiz og'rib baqqanmi? Ularga diqqat nazaringizni og'dirib baqqanmi? Biz 30 yilni faraz qilib baqaylik. 30 yil o'tgandan keyin siz har qancha eng yaxshi yemaklarni setib olib, ularga akilib bersingizmi, balkim ular yemasligi mumkin. Balkim 30 yil o'tgandan keyin nurg'un saboqdoshlarning ota-onasi bu dunyoda bo'lmasligi mumkin. 30 yil. Nemishqa biz hozirning o'zida bor kuchimiz bilan tirishib, bor kuchimiz bilan otlanib, ularga vafodorlik ko'rsatmaymiz. Esingizda bo'lsinki, ota-onangiz allaqachon bir umr jafo tortdi. Javob qaytarish uchun adini saqlamaymiz. Navoda ma'lum bir kuni ota-onangiz sizdan tuyuqsiz ayrilsa, siz qanday qilib javob qaytarasiz? Ota-onaning bolaga bo'lgan muhabbati bu jahondagi eng shaxsiyatsiz muhabbatdir. Yana kelib o'z bolasiga nisbatan badal to'lashni biladigan, butun niyat, butun vujudi bilan badal to'lab, hech qanday javob kutmaydigan g'arazsiz muhabbatdir. Chunki bizni bu dunyoga operida qilganlar ana shu onalar, ana shu dadalar. Agar bizning hayotimiz xavf ko'chirsa, hech nimaga qaramay, o'z hayoti badaliga bizni qutuldira oladiganlar yana onamiz va dadimiz. Bultur 8-oyda Qashqar shahrida
Ushtumtut yuz bergan bir qatamliq o't afati 16 yoshli bir qizchaqni ko'ydirib, badanining 65% qismi ko'yib yarlandi. Qizchaq solangan ko'yik davolash sanduqining oldida kunda qarab turayotgan ona bilan dadining yuragi qizining azobida laxti qon bo'lib ketdi. Doktor ularga qizchaqning kesilini davolashda azroq umid bor. Ammo buning uchun teri ko'chirish operatsiyasi qilish lozim deganini bildirdi. Shuning bilan bu ona bilan dada o'z terisini qiziga ko'chirishni talashib o'tindi. Tibbiy tekshirish orqali doktorlar teri ko'chirish operatsiyasiga onani tanladi. Tanlig'ini onaning cho'ng yo'tsidagi yumron terilar edi. Doktor anaga sizning ikki tanlashingiz bor. Biri narkoz ukuli urish, yana biri narkoz qilmaslik. Biroq narkoz qilsaq operatsiyaning unumiga ta'sir etadi. Terining tutish unumi to'g'ri bo'ladi. Narkoz qilmasaq dahshatli og'riq balkim sizni o'shingizdan kettirib qo'yishi mumkin. U chaqdimi o'xshash operatsiyaning unumiga ta'sir etadi degan doktordi. Ana doktordan doktor qizim mening hayotim, qizim mening barlig'im, mening endi boshqa tanlashim yo'q. Vaqtni ching tuting, operatsiyani qilavering, mayli narkoz qilmay teramni elavering deb o'tindi. Mana shunday qilib operatsiya boshlandi. Bir parchadan yumron terilar onaning cho'ng yo'tisidan shilib ilinishga boshladi. Bir parchadan yumron terilar qizchaqning ko'yib yarlangan yuzlariga, bo'yinlariga, qo'l-pot badanlariga chaqinishga boshladi. Dahshatli og'riq sababidan onaning butun badani titrashga, jaq lag'ildashga kirishdi. Ammo ona azroq bo'yin chiqarmadi. Operatsiya to'g'ri 5 soat davomlashdi. Parcha terilar onaning badanidan to'g'ri 5 soat shilib ilindi. Operatsiya davomida ona necha qatim hushidan ketdi. Biroq operatsiyaning oldida u doktorga tapilib qo'ygan edi. Doktor, agar operatsiya davomida men hushimdan ketsam, siz cho'qim meni uyg'otib qo'ying. Cho'qim meni hushimga keltirib qo'ying. Chunki undaq bo'lganda qizimni taxmi yaxshi qutuldira olmayman emasmi? Olam deysan dilimda ürüp Amansız men aramız yirak Olam deysan dilimda ürüp Amansız men aramız yirak Günler uzun olsun yakında varımın ana Günler uzun olsun bırak At yakında varımın dada At yakında varımın ana Endi men faoliyatimizning davomida barliq saboqdoshlarning kulmasligini tavsiya qilaman. Mana shu daqiqalardagi kulganlar bir xil nomussizlikning, axloqsizlikning ifodasi. Shundaqla men maydondagi boshqa barliq o'qituvchi ustozlar va ota-ona yo'ldoshlarimning kulmasligini tavsiya qilaman. Sizlarning kulganlar bolalarga nisbatan bir xil mas'uliyatsizlikning ifodasi. Hozirgi vaqtda butun maydondagi kishilar qat'iy jimjitlikni saqlab, astoydil holatda faoliyatimizning davomiga quloq solishimiz kerak. Chunki bizning liksiya faoliyatimiz hozir psixikalik ruhiy holat bosqichiga kirdi. Bugun mayli siz qanday oiladan kelmang, mayli siz jamiyatning qaysi qatlamidan kelmang,
Mayli siz qandaq odam bo'lmang, haqiqiy bir farzand bo'lib biqing. Şuna hammanglar beshimizni to'van silib, ko'zimizni yumib, faoliyatimizning davomiga astoydil holatda quloq solaylik. Kayfiyatimizni tinchlantirib, tafakkurimizni, xiyol qushimizni o'zimizning bolalik davriga, siz tug'ilib o'sgan, cho'ng bo'lgan shu yerga parvoz qildirib boqaylik. Hammanglar beshimizni to'van solaylik, ko'zimizni yumaylik. Ko'zinglarni yuminglar. Siz astoydil ko'ngil qo'yib asar beqing. Hozir sizning ota-onangiz uyingizning eshigi oldida sizga cho'nqur mehr bilan qarab turibdi. Sizlar yaxshi o'ylab beqinglar. Ikki bizning pichoqdek hayotiy badriga achchiq to'lqoqlarni yeb bizni bu dunyoga boshlab kelgan u zodi kim? Siz bu dunyoga kelgan ashu minutdan boshlab izchil turda sizga hamroh bo'lib, hatto bir kechami qilib uxlab boqmagan u zodi kim? Siz hatto cho'ng kichik taratlaringizni uning kiyim-kechaklariga, usti-boshlariga qilib qo'ysangizmi, bir qatam seskinib boqmagan u zodi kim? Siz gumuldab tilingiz chiqishga boshlaganda sizga ana, dada deyishni o'rgatgan, hatto necha yuz qatam, necha ming qatam o'rgatib bormagan u zodi kim? Sizning amdila oyog'ingiz chiqib, ta'bdir bag'ish o'rgangan chaqlaringizda sizning qo'lingizdan yetilib, keyningizdan dovib bormagan u zodi kim? Her qatam hech oyog'lar kelganda qo'li qisqa bo'lib qolsa-mu, o'zi keymisi-mu, sizning usti-beshingizni to'liq yanglab jabdib qo'ygan u zodi kim? Boshqalarning baqirida bor narsalarni sizga elib berishgan, sizni boqishgan, bor kuchi bilan tirishgan u zodi kim? Siz xo'shal bo'lgan chaqlarda sizdan bekrak xo'shal bo'lgan. Siz azoblangan chaqlarda sizdan bekrak azoblanib beli-bina bo'lib ketgan u zodi kim? Siz yiqilib tushgan vaqtingizda birinchi bo'lib sizni yurgan. Siz yordamga muhtoj bo'lgan vaqtda birinchi bo'lib sizga yordam qo'lini sungan u zodi kim? O sizning onangiz emasmi? O sizning dadangiz emasmi? Siz ularni chaqirishni, ular qancha qadimlab tekrar o'rgatgan vaqtda ondan chaqira oladigan bo'lgan emasmi? Ular sizning qo'lingizdan yetilab, qo'lingizdan yo'lab, sizni qancha qadimlab tekrar maqturgan vaqtda onda siz ma'nolaydigan bo'lgan emasmi? Siz zaxmlanib yoki kasal bo'lib qilib, bir yeringiz og'rigan vaqtda ularning yurak og'riydi emasmi? Ey qadrli saboqdosh, siz shu qadrdan ota-onangizga necha yillardan beri qanday muomala qilib kelyapsiz? Siz ularga ko'ngil qo'yib, safsilib qarab boqqanmi? Ularning yuzidagi qo'riqlarning bag'asini ko'payib ketayotganligini, chochlariga bir taldan oq sanjayotganligini his qilib boqqanmi? Anamızın güzel latapti, danımızın eğilmez sağdak besi şu bette turuptu mu? Siz bunlarla esnaylık bilen karab bakkan mı? Siz hazır mektepte okuvatsız. Siz mektepte okup kitaptaki bilimden öğrendiğinden başka yenini bilen öğrendiniz. Siz ağrınışını öğrendiniz. Siz narazılık öğrendiniz. Siz eğimleşini öğrendiniz. Başka ballarından köp bul tepip bay yaşa durmuş iliştiremedi de dalınızdan narazı buldunuz. Başka sabahtaşlarımdan damlık markalı, kıymet bulluk telefon, velosiped, kiyim-kechekleri var. Nemişki benim bo'lmaydi deb başkalar bilan bestilishni o'rgandingiz. Puli gap qilib taqdir ishlar deb ko'zimga kelib oldi deb onangizni yaratmaslikni o'rgandingiz. Dadingiz bilan zakolishni, takalishni, onangizga gap yondirishni o'rgandingiz. Ammo jinim bolalarım, sizlar endi shunday o'yinlarda bo'lgan
göz aldığınızı keltirip baktınızmı? Şu merdane, bütün sürük er kişi bolgan dadınızdan, ezelden hiç kişinin altında boyunu eğip bakmagan, ezelden hiç kişinin altında tiz bakmagan bir erkekten sizin işiniz için kancılık tutulduk gitmeganlıkını his kılıp bakkan mı? Başkalar sizge kichkina bir yaxshilik qilib qo'ysa, adashsangiz birer vaqt bizlar bunlarni iymon qilib qo'ysa, og'zingizga tegmay rahmat, tashakkurlarni yig'dirib ketasiz. Ammo kunda degandek sizning tabiqingizni etib, kiringizni yuyib, siz uchun odat tolib demay jafoli xizmat qilib olgan shu onangizga birer ig'iz rahmat deb baxtingizmi? Ananız şu tomuz ısıqda jafo tortib, tana pishib tomoq etib ekansa, men uch tomoqni etibsan deb jigili olmay, maktab oldiga kelib, har xil axlat yemaklarni, pochmurat narsalarni sotib yegan siz shumi? Aqalli bir paypoq yuydigan, ichki kiyimlaringizni yuydigan ishni o'zingiz qilmay, shu jafokash onangizni tashlab qo'ygan siz shumi? Ata-ananızdan jafolik pul tepib sizni o'qitishi, beqishi haqli, bu ularning majburiyati deb tushungan siz shumi? Har kuni atiganda peshonangizga so'gib, sizga insof tilab, sizning yaronli odam bo'lishingizni umid qilib, maktabga yo'lga solgan onangizdan o'rinsiz pul so'rab, ba'zisi qaydab, ishdan chiqilmagan siz shumi? Aksicha maktabga kelib, darsdan xo'sh yoqmay, udulli to'rxonlarga, elektronik o'yinchoqlarni chopgan siz shumi? Arzimas sabablar bilan qasdlanchilar chiqarib, odam to'plab, maktab atrofidagi oyog'i chiqmas shu urushish, mushlashlarni yugan yigit siz shumi? O'zingizcha erkakning qiliqi, o'g'ilvaldachilikning belgisi deb shu tamakini ko'nglingiz erishmay, hojatxon to'ldirib chekib, aqlini bulg'ayotgan yigit siz shumi? Ay qadrli saboqdosh, siz yaxshi o'ylab beqing. Siz bu bir necha yilni qanday o'tkazib keldingiz? Sizning har bir qadamingizda zori qanday izoh qilib qoldi? Siz tirishib baxtingizmi? Siz qalbi qasib baxtingizmi? Siz o'zingiz mag'rurligan, iftixorligan zori qanday ishlarni qila oldingiz? Kichik vaqtdagi arzu-armonlaringizdan hozir yana qanchasi qilib qoldi? Sizning hozir yana o'zingizga ishonchingiz bormi? Siz hozir o'zingiz o'ylagan gaplarni deyishga petin olamsiz. Siz o'zingiz qilmoqchi bo'lgan ishlardan hayajonlanib olamsiz. Maktabda sizning yaqin sirdosh do'stingiz bormi? U sizga havas qiladi. O'qituvchi ustozlaringiz hozirmi sizni maqtandi? Ota-onangiz hozirmi sizni faxrlanadi? Sizdan sharaf his qiladi. Hozirmi siz o'qituvchi va ustozlaringiz saboqdashingizning oldida beshingizni tik ko'tarib, mag'rurlangan holda "Dada, ana, qizingiz hargizmi yuzingizni tushamaydi, o'g'lingiz hargizmi sizni umidsizlantirmaydi, bolangiz sizni cho'qib baxtli qilmaydi" deb ayta olasiz. Mushu gaplarni og'zingizdan chiqara olasiz. Armanlarım var, vücut edin bergen, tomurlarım var. Anamız kan tutulma, buyurum var. Bala bulup yandurma, cevabım kendi. Anamız kan tutulma, yıllarım var, bala bulup yandurma, cevabım
Əmdiki qilib qalğan vaqtın içində mən barlıq savaqdaşlarını öz həyatındakı ən ulug' bir tapşırıqni işləşə təklif qılaman. Bu tapşırıqni G'arb ellərində, chet ellərdə asası tügüdək hamma odam ishlaydi. Ammo bizning Jungoda, bo'libmi bizning Shinjongda texi nurg'un kishilar hozirgacha ishlab boqmadi. Endi biz ishlab boqayli savaqdaşlar. Bayan men degan talab bo'yicha endiki vaqtda barliq savaqdaşlarning kulishiga texim ruxsat yo'q. Astoydillik bilan bu topshiriqni ishlashga muomala qilamiz. Tuanda men barliq savaqdaşlarni astoydillik bilan o'rnidan turishga taklif qilaman. O'rninglardan turinglar. Bugun ko'p sondagi savaqdaşlarning ota-onasi kelibdi. Ota-onasi kelgan savaqdaşlar burilib o'z yoninglardagi onanglarga, dadanglarga qarab turinglar bilan. Qaranglar. Sizlar nima degan baxtlik, nima degan talaylik, nurg'un savaqdaşlarning ota-onasi kelanmabdi. Qarab turinglar bilaman. Ota-onalar endi qanday ish yuz berishdan qat'iy nazar sizlarning qat'iy kulib sanmasligini tavsiya qilaman. Sizlarning kulkanglar balanglarning g'ururiga asar berib qo'ydi. Shunga ota-onasi kelgan savaqdaşlar ota-onamizga beshimizni tuvan silib qarab turaylik. Ota-onasi kelmagan savaqdaşlar ko'ngil ekranimizda, xiyol tafakkurimizda ota-onamizning simasini ko'z oldimizga keltirib turaylik. Hammaylar diqqat nazarimizni qat'iy yig'ib tuvandagi so'zlarimga astoydillik bilan quloq solaylik. Bu dunyoda nurg'unlagan odamlar borki, ular o'zining ota-onasiga qanday vafodorlik qilishni bilmaydi. Ular hatto bir umrda o'z ota-onasiga haqiqiy bir turda yuzini sapsilib qarab boqqan emas. Shunga men sizlarga qildirmoqchi bo'lgan ishimning birinchisi, beshingizni tuvansilib, yerinizda o'tirgan dadangizga, anangizga sapsilib qarab boqing. Dadangiz va anangizning simasini ko'ngil qo'yib, xiyol ekraningizga elib boqing. Ularning ko'ziga qarab boqing. Ularning chechiga qarab boqing. Ularning ishning dastin qadoq tushgan, yirik tishib ketgan qo'llariga qarab boqing. Ularning necha yillik jafo mushaqqatni, bo'ron chapqunni peshidan o'tkazgan chiroylariga qarab boqing. Savaqdaşlar, ko'z oldingizda turgan onanglarga sapsilib qarab boqinglar. Bir chaqlarda uning siz havas qilgan qizlarga o'xshash barq urib turadigan latofat pichoqlari bo'lgan edi. Bir chaqlarda uni sizga o'xshash chiroyli, omaq bir qiz edi. Qachon siz bu dunyoga tug'ildingiz, shu vaqtdan boshlab u farzand g'imida o'zining barliq havaslarini, do'stlar yig'ilishlarini, qator chaylarini tashladi. U har kun ishga berish yo'lida balam maktabga saq bora olganmidi deb sizni o'ylaydi. Ishdan tushib uyga qaytgandimi, balamning qo'rsiqi ichib ketganmidi, nima tamoq qilib bersam bo'lar deb yana sizni o'ylaydi. Siz bu dunyoga ko'z ochgan shu paytingizda kichkina bir otlama go'shtidingiz. Siz qo'rsiqim ochdi deyolmaydingiz. Tigi böl bo'lib qoldimi deyolmaydingiz. Bir yerim og'ridi deb tixini aytolmaydingiz. Yuragi farzand ishqida ko'ygan shu ona kechalari uyqudan bidor edi. Ochiq to'lg'andan keyingi zaiflashgan tanani kutishdan bidor edi. Anangiz kecha-kechalar uxlamay sizni imitadi. Tegingizda quruqdaydi. Sizni illiq bag'riga olib parpilaydi. Kichik vaqtingizda siz og'rib qoldingiz. Mayli qahraton sovuq qish kunlari bo'lsin, mayli to'ng'iz issiq yoz kunlari bo'lsin, mayli qop-qorong'u yarim kechalar bo'lsin, anangiz hech nimaga qaramay sizni ko'tarib doktorxonaga oldi. Qishning kunlari anangiz muzdek sovuq suvda ko'kdan yuyib, siz uchun tomoq tayyorladi. Issiq g'ori ko'tarib turgan shu tomoqlar oldingizga keltirilganda siz anangizga berayingizmi? Ana, jafo chekdingiz deb aytib boqmadingiz.
Ananız gündüzü hizmet kılıp, akşamı aileden yanınız için nurgun işlerini kılıp, cabay çekip gitmezsiniz mi? Siz ezelden ananızdan ten selametlikiden ensirep bakmadınız. Anam zukamdan kalan mı dep oylap mı bakmadınız? Ananız çarçap ketken vakitlarda, iş emgekten destinin belleri mükçüp ketken vakitlarda, onunla karab, ana ben sizge amıram, ana ben sizni yaxşı görmem dep bakmadınız mı? Ya, siz bundaq dep bakmadınız. Çünkü bundaq değil sizlerni uxlab tushunlarga kirmaydi. Çünkü sizler ularning bundaq qilishi haqli, bu ularning majburiyati deb tushundingizlar. Savoqdoshlar, sizlar endi dadanglarga qarab beqinglar. Dadanglarning simasini o'ylab beqinglar. Bir-biridan qaysar erlar oilada xuddi cho'q bir taqqa o'xshash butun oilani tirab turadi. Dadanglarning jafosi tatmagan bo'lsa, sizlarning jafosi bo'lmagan bo'lsa, sizlarning oilanglarning baxti bo'lmagan bo'ladi. Dadanglar sizlarni yaxshi ko'radi, sizlarni asraydi. Biroq siz qanday qildingiz? Siz doim dadangizdan norozi bo'ldingiz. Nemishqa dadamning izil bir mashinasi yo'q deb bearam bo'ldingiz. Nemishqa dadam boshqalarning davlatdan kuchli emas deb dadangizni aybladingiz. Savoqdoshlar, sizlarni shunday o'yda bo'lgan bo'lsanglar, men sizlarga bir narsa bildirib qo'yay. Bizning dadamiz bor, bizni ana shunday eng kuchli bo'lgan deb orzu qiladi. Siz qilardingizmi? Sizlarning dadamlar to'liq chapakash. Ular kunda xizmat qilish, tirikchilik qilish davomida bekmi charchaydi. Chunki ular tirikchilik qilib, pul tepib sizlarni boqmisi bo'lmaydi. Oilalarning turmushini qamdamisi bo'lmaydi. Sizlarning nazaringlarda dadanglarning pul tepishi shunchalik oson. Sizlarning nazaringlarda dadanglar xuddi tillar to'kiladigan daraxt o'xshaydi. Sizlar dadanglarning ana shunday jaboni topgan pullarini xohlagancha xarjlab bersizlar. Bugünkidek raqobatga xirisqi to'lgan bir jamiyatda bir ishga er kishining qanchalik raqobatli va besib uchraydiganligini sizlar tasavvur qila olmaysizlar. Ammo dadamiz sirtlarda ana shunday zo'r besimlarga xirislarga duch kelsimi, oilada sizlarning oldinglarda faqat chandurmaydi. Ular o'zining oila tamkin xo'shal tutadi. Dal shu minutlarda dadamiz charchab ketgan vaqtlarda unga qarab, dada jafo chekdingiz, dada men sizni yaxshi ko'raman deb baqanlar bormi? Bugungi bu faoliyatimizga yana nurg'unlagan chochlari oqargan yashaganlar qatnashibdi. Ko'rinib turibdiki, ular bizning cho'ng ana, cho'ng dadalarimiz. Gapim bu yerga kelganda mening nurg'un saboqdoshlarni ta'kidlagim keladi. Ailada sizlar bu yashagan cho'ng ana, cho'ng dadalarimlarga zodi nima qilib berdinglar? Sizlar ularga qanday muomala qilyapsizlar? Ular xuddi sizlar pul xarjlamay yolg'on olgan oila xizmatkorlaridek ota-onalarning xizmati aldirashlab, sizlarni kichiklardan tortib, beqib cho'ng qilib berdi. Yana sizlarning tabaqalarini aytib beradi. O'ylab beqinglar savoqdoshlar. Ular sizlarning ana shu qadrdan ota-onalarning onasi, dadasi emasmi? Bu bir avlod kishilar kichikligida, yosh chaqlarida davlat nomrod taraqqiy qilmagan bo'g'achqa ajarchilikning, nomrodlikning dardini yer kuchi tortdi. Yaxshi yeb, yaxshi kiyib, huzur halovatda cho'q bo'lolmadi. Kunlarini noyati jafo mushaqqatda o'tkazib, bolalarini aram tasib cho'q qilib qatorga qo'shib, endi bir deyishiga, endi bir halovat ko'ray deyishiga yana sizlar tug'ildinglar. Endi yana sizlarning jafoinglarni tortib o'tadi. Ammo sizlarda ularga nisbatan ozroq minnatdorlik tuyg'usi yo'q. Sizlar ana shu cho'ng'anda cho'ngdalaringlarga bir og'iz rahmat deb baqdinglarmi? Bir qatim bo'lsin ularning og'riqchan qo'l tutlarini, bellarini tutib qo'yardinglarmi? Shuni savoqdoshlar, ota-bobolarimiz nihoyat to'g'ri aytgan. Bug'doyning bo'lmasimi, bug'doy so'zing bo'lsin. Esinglarda bo'lsin, sizlar hozir allaqachon cho'ng bo'ldinglar. Tuanda men sizlarga bir necha jumla mehr, muhabbat so'zlarini o'rgatmoqchiman. Bu jumlalar sizlarning oilanglarda har vaqt yangrab, ota-onalarning chaqqan dillariga zam-zam kabi quyilsin. Savoqdoshlar, sizlar ota-onalarni yaxshi ko'rasizlar. Qani ovozinglar yaxshi ko'rmaydi o'xshamamsizlar? Qayta bir so'rab boqay. Sizlar ota-onalarga omroqmi?
Undaq bolsa men tügetken mana muşu mehir muhabbet sözlerini bana erişip ünlük doğraysa savaqdaşlar. Barlıq savaqdaşlar, işkili kolumuzun muştumunu tügüp beşimizin igiriz kütüreyli. Kütürünler savaqdaşlar. Yaxşı savaqdaşlar, bana erişip bahar küçükler bilen dananlar, ananlarga öz mehir muhabbetinizden ifadelerler. Dana, ana, caba çektiniz. Dana, ana, rahmet sizlerge. Dana, ana, ben sizlerini yaxşı görmem. Dana, ana, ben sizlerge amıram. Kini avazımla savaqdaşlar. Men çoxum yaxşı balı bulumen. Men çoxum vafadar perzent bulumen. Savaqdaşlar, sizler ata-analaryny yaxşı görsеңlar, muşu cümleni men çoxum vafadar balı bulumen degan cümleni ünlük 10 qıtım to'langni savaqdaşlar. Başlandı. Yaxshi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yaxşı savaqdaşlar, qulunlarni tashlanglar. Savaqdaşlar, ko'z oldinglarda turgan, sizni kunni tugidek ko'rib turayotgan bu qadrdon ata-onalarni bugun qaytilib bir ko'rgandek bo'ldinglarga deyman. Shu tapning o'zida o'zinglarni ularning bag'riga etib, ularning pichqida yetib turib, ularning quloq tubiga dada, ana men sizlarni yaxshi ko'raman. Dada, ana men sizlarga amroq jabba çekdiniz degan gaplarni deginglar keldi deyman. Beringlar bolalarım, bu yerda xijil bo'lgudek hech qanday ish yo'q. Ata-onalar, bu sizlarning ko'z nuringlar, bu sizlarning hayot chiriqinglar. Öz balanglarni öz bag'ringlarga elinglar. Beringlar bolam, bu yerda xijil bo'lgudek hech qanday ish yo'q. Berib öz ata-onalarga mehr muhabbetinglarni ifodalanglar bolam. Bu hareketinglar az degandimi 3 minut davomlashsin. Ata-onasi kelgan bolalar o'rin elib, öz xiyol tafakkurimizdan ata-onamizning simasini azlab, qalbimizda, tasavvurimizda g'oyibona holatdan men o'rgatgan so'zlarni ata-onalarga danglar. Vücudumga güç vergen ata Barlığını perzent bütün Ata kılgan ata ana Barlığını perzent bütün Ata kılgan ata ana Halay gece güçtür oğluma Elleydi bakan ana Yüzü tutmay terler dökür Beni çok güldürgen adam Halay gece hiç uğlamay Elleydi bakan ana Yüzü tutmay terler dökür Beni çok güldürgen adam Sıla vergen göz nurumni Umurumda akkan kalemni Sıla vergen göz nurumni Umurumda akkan kalemni Benim
şadlandırırsan ata-ana. Şadlandırırsan ata-ana. Savaqdaşlar, öz o'rnimizga kelib, ratlik o'ltiraylik. Qiyofamizni ruslab, yoshlarimizni surtib o'tib, yaxshi o'ylab boqaylik. Baya biz nima uchun ota-onamizni quchoqlab, o'ksib yig'lab ketamiz? Nima uchun ota-onamizning ko'zlariga issiq yosh oladi? Chunki ilgari biz nurg'unlagan xatoliklarni sodir qilib, ularning dillariga azor bergan. Lekin necha qatimliq azor berishlardan keyinmi biz yana ularning talay qatim afv qilishiga erishgan. Savaqdoshlar, sizlar buning nima uchunligini bilamsizlar? Bugun men sizlarga bildirib qo'yay. Sizlar talay qatim diliga azor bergan bu kishilar sizlarni hammadan bek yaxshi ko'radigan, sizlarni hatto jinidanmi aziz ko'radigan kishilardir. Men bu yerda savaqdoshlarni yana bir qatim o'rnitinsiz holatda o'rnidan turishga taklif qilaman. O'rninglardan turinglar. Dal shu topda men bu o'rnidan turganlarning oddiy bir odamtini emas, balki portlash oldi turgan, yolqinchigan bir yanardog' ekanligiga ishonaman. Savaqdoshlar, ilgari biz qancha qatimlab xatoliklarni sodir qilgan vaqtda ota-onamizga qanchalagan va'dalarni berganligimizni uqmaymiz. O'qituvchi ustozlarimizning oldida qancha qatim gunohimizni tunig'anligimizni bilmaymiz. Ammo biz ularni yana necha qatim umidsizlantirdik? Bugun endi biz ularni umidsizlantira olmaymiz, savaqdoshlar. Ilgari xato ish qilib sizlar ota-onanglardan, o'qituvchi ustozlaringlardan afv so'rayamagan bo'lsanglar, yoki ota-onanglarga, o'qituvchilaringlarga ifodalaydigan qalb so'zlaringlar bor bo'lsa, bugun men sizlarga bir fursat beray. Ya'ni oldiga kelib, mening qishimga kelib, ota-onanglarga minnatdorlik so'zlaringlarni ifodalash bir fursat beraman. Qani, kim eng g'ayratlik ham jasoratlikin? Qani, kim bu dunyodagi eng vafodor, eng samimiy bola bo'la oladigan? Qani, kim o'z xatoligini eng botirlik bilan o'z bo'yniga ola oladigan? Savaqdoshlar, ota-onanglarni yaxshi ko'rsanglar, ularga ifodalaydigan qalb so'zlaringlar bor bo'lsa, amsi mening qishimga chiqinglar. Men sizlarga 10 sekund vaqt beraman. Fursat bak g'animat. 10 sekund o'tib ketsa, men sizlarni oldiga chiqilib qo'ymayman, ha? Undaq bo'lsa boshlandi. 10 9 8 Batur yigitga apirin chavak. Batur qizimizga chavak. 6 5 4 3 2 1 Bo'ldi savaqdoshlar. Vaqt o'tdi. Endi chiqib bo'lmagan savaqdoshlar, joyinglarga qaytinglar. Bo'ldi savaqdoshlar. Pastga tushib turinglar savaqdoshlar. Ustiga patmaydigansizlar, pastga tushib turinglar. Tuvanga tushinglar savaqdoshlar. 3 rat bo'lib bizdinglar bilan. Aldıqroq keling. Bo'ldi, endi chiqmanglar savaqdoshlar. Bugun men bizning bu sahnamizga chiqib tizlagan savaqdoshlarga haqiqatan qo'l qo'ydim. Sizlar hamdan botir, jasoratli bolalar ekansizlar. Men sizlarning haqiqatan vafodor, samimiy bola bo'la oladiganliklaringizni ishonaman. Qani, men nechining ota-ona, savaqdoshlar va o'qituvchi ustozlarning oldida kim o'z ota-onasiga, o'qituvchisiga bo'lgan qalb izhorini, qalb so'zini ifoda qilib boqadi? Qani qaysi savaqdosh? Chiqing qizim siz. Muallim kechirib, bundan xatolig'im tuzdirma. Ana bundan keyin bo'lsa olmayman, xatolig'im o'tkazmayman. Rahmat bolam, bugun sizga qavlab kim keldi? Opam. Apangiz tarafga qarab, men o'rgatgan so'zlar bilan apa, jafo chekdingiz. Apa, men sizni yaxshi ko'raman. Rahmat sizga. Men sizga omroq, men cho'qim yaxshi sizning umidingizni oqlayman. Apangizga va'dalarni berib, apangizni sahnaga taklif qilib chiqing bolam. Apa, men sizga omroq. Bundan keyin
bolsa anlayma. Qani bu jasoratli qizimizning onasi sahnaga marhamat. Hammalar qizg'in olqish sadolarimiz bilan bu onaga ilhom, madad beraylik. Assalomu alaykum. Shunchalik qalbi o'yg'oq, jasoratli, farishtadek bir qizni ato qilibdi sizga. Muborak bo'lsin. Ikki qiz yuzingizdan anglab baqsaq. Men bu leksiyadan balaga bu leksiyaning tarbiyasini naydi. Yaxshi bo'lganligini his qildim. Men buningdek balarimni yaxshi tarbiyalab, jamiyatga yaxshi odam yetishtirib chiqishim. Rahmat. Hammalar qizg'in olqishlarimiz bu mehribon ve uzluq qo'yaq. Endi qani kim so'zlab baqidi? Qaysi yigit? Chiqinga yigitsiz. Chiqinga bolam. Men buningdan keyin ota-onamning gapini yaxshi anglab, ota-onamning umidini aqlab, umidini kutgan yerdan chiqib, ota-onamning umidini yerga qo'ymayman. Buningdan keyin ota-onamning gapini anglab, darslar, muallimimning gapini anglab, darslar qalmay yaxshi o'rganib, kelgusida yaramli odam bo'lishga tirishim. Bolam bugun sizga hamrohlab kim keldi? Apam keldi. Apangiz tarafga qarab, men o'rgatgan gaplar bilan apangizni sahnaga taklif qilib ochgan bo'laman. Apa, dadam, men sizlarni yaxshi ko'raman. Men sizlarga amroq. Men sizlarni degan gapinglarni anglayman. Men sizlarga amroq. Qani bu botir yigitimizning onasi, bu yigit shunchalik odamning oldida o'z onasiga va'dalarni berdi. Hammalar qizg'in olqishlarimiz bilan bu onani sahnaga taklif qilaylik. Muborak bo'lsin. Shundaq yaxshi bir yigitni biqib tarbiyalab cho'ng qilibsiz. Ikki qiz yuksak so'zingizdan baqsaq. Bundan keyin balarimni obdan tarbiyalab, jamiyatga yaramli bir odam bo'lib chiqishini. Rahmat. Alqishlarimiz bilan bu ona bolani o'zitib qo'yaylik. Marhamat. Qani kim so'z qilib baqidi? Qana qizim siz. Suyimlik abba, rahmat. Meni çok oldunuz, rahmat. Ben bunun ilgili tırnamak gibinizi anlam. Ümit bulduğunuz bu anlayayım. Ağlayayım ben. Gerçi ben bu mektepte bitirip çıkarken olsam o. Benim şu şefaket ustazımla bu barlık ata anılarım. Hem abamın alıda. Üzerinin rahmetini bildirmem. Hanım rahmet sizge. Abba sizge rahmet. Bugungi bu faoliyatimizga mushu maktabda o'qigan, o'qish bitirib chiqayotgan saboqdoshlarimiz qatnashib. Tuanda biz mushu qizchaqning onasi bilan o'qituvchisini qizg'in olqishlarimiz bilan sahnaga taklif qilsam, bu qizga, ota-onasiga va o'qituvchi ustozlarga minnatdorlik bildirish fursatini javoblarimiz orqali bersak. Tuanda 3-chi o'rta maktabning o'qituvchisi Habiba xonimni ikki qiz so'z qilib berishni taklif qilamiz. Bugungi leksiya nayt yaxshi o'rlashgan. Ko'nglimdagi eng zo'r afsuslanishim nurg'un farzandlarimiz, bolalarimiz sınıfta o'qiyotdi, maktabda tarbiyalanyotdi. Bugun ko'nglimning eng yerim bo'lgan yeri maktabimizdagi 90% o'quvchilar ota-onasi maktabga eltmagan. Bugünkidek mana shunday kamdan kam topilgan fursatni mushu suyimli bolalarimiz o'zining ota-onalari bilan o'rtoqlashishga iborat bu fursatni tutmagani uchun to'liq afsuslandim. Bolalarım, bugun oilalar qaytgandan keyin sizniki bugungi leksiyadan olgan ta'sirotlaringizni
sizlar uchun vaqtini chiqarmagan ota-onalarga, sizlarning tarbiyalanishinglar uchun kuch sarf qilmagan qarindoshlaringlarga haqiqiy yetkazishinglarni. Bugungi tarbiya, bugungi bir kun bilan ham oxirlashib qolmasdan, buningdan keyingi hayotinglarda, yoshlikqa qadam qo'yadigan mezgillarda o'rnak bo'lib qilishingni. Bugungi bir qadamlik mushu tarbiya orqali butkul umringlarda başlanıcı nur chiroq qilishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Ham o'quvchim Marabaga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Bundaqda yana kim so'z qilib baqadi? Chiqing yigitsiz. Bugün benim ota-onamniki qilsagan men bugün meniki ustozim ve ota-onamni kechirman. Bugün qilsagan gunohimni kechirishinglarni umid qilaman. Men buniki maktabda yaxshi o'qib, o'zimniki parlaq umidni oqlayman. Men bugün sizlarning meni kechirishinglarni umid qilaman chin ko'nglimdan. Ota-onam meni kechiringlar. Balam bugün sizga hamroh bo'lib kim keldi? Bugün uydagilarning ish chiqib qolgan sebebidan o'zim yolg'iz keldim. Hech qisi yo'q balam. Balki ota-onangiz mana bu kitobning o'zida sizlarning oilanglar uchun, siz uchun, sizni beqish va sizni o'qitish uchun tirikchilik qilmi bilan balkim bugungi bu faoliyatimizga qatnashmagan bo'lishi mumkin. Hech qisi yo'q yigit, siz bilan qalbingiz nihoyat o'yg'oq ekansiz, nihoyat oqqan dunyo olaydigansiz balam. Garchi yoshingiz kichik bo'lsa-mu, siz qaysi o'qiysiz balam? 7-16. Sizni pudringiz bormi yo'qmi? Sizni pudringiz tarafga qarab, muallim, men sizni yaxshi ko'raman, muallim, jafo chekdingiz, rahmat sizga deb qalbingizni izhor qilib, sizni pudringizni sahnaga taklif qilib ochgan balam. Muallim meni kechiring, men qilsaganman, sizni bo'qilman. Men sizni tarbiyadan qilman. Olsun shundoq yaxshi bir shogirdni tarbiyalab chiqibsiz, ikkingiz yurak so'zingizni anglab baqsaq. Kechira oğlum, gerçi atanınız gelgen bo'lsin, men sizning ota-onangiz. Bundan keyin biz texim hamkorlashib, yaxshi xizmatlash bo'lib chiqishimizni umid qilaman. Rahmat. Hammanglar olqishlarimiz bilan bu ustoz shogirdni o'zib qo'yaylik. Qani, qaysi vaqtda so'zlab baqadi? Chiqing qizim siz. Ana. Sizga bek olmay ana. Beni kechiring ana. Hiç çıkıntısın lan. Kıvırdığı kıvırdım ana. Ana beni kechiring. Ana bugün sizga o'ylab kim keldi? Anam keldi. Anangiz tarafga qarab, anangizni sahnaga taklif qilib ochgan qani bu qizimizning mehribon onasiga barabar. Assalomu alaykum. Ikkingiz yurak so'zingizni anglab baqsaq. Rahmat. Hammangdan qizg'in qishlarimiz biz bu mehribon ona bolani o'zib qo'yaylik. Marhamat. Qani, endi kim so'zlab baqadi? Chiqing yigitsiz. Bu yigitning shunchalik so'ziga keldi, men chidab turolmay sahnaga taklif qilib chiqdim. Qani, ikkingiz yurak so'z qilishga hammanglar olqishlarimiz bilan taklif qilsak. Assalomu alaykum ana. Men sizni burun qoqishib qilganimga kechirim so'rayman. Men buni deyishga o'zim xafa qilmayman. Tashrif buyurib vatanimga, ana yurtimga sazak keltirman. Rahmat balam. Men abayam leksiyada degan har xil ayib nuqsonlarning ichida birasi senda bor edi. Masalan, Anamni jartdim. anangizga gap yondirib salgan shundami? Yana-chi? Men tomog'imni tixlab qilaydim. Demak, shu ayiblar, nuqsonlar ozdir ko'ptir bo'lsa, bo'zimi mushu maydon turayotgan barliq saboqdoshlar tepildi. Shundami saboqdoshlar? Hammanglar hozirgi daqiqalarda bizning o'zimizning mush qilayotgan xato ishlarimizni tunib yetdik, illatlarimizni tunib yetdik. Mana nurg'un saboqdoshlar oldiga chiqib va'da beryotdi. Ota-onasiga minnatdorligini bildiryotdi. O'quvchi ustozlarining oldida va'da beryotdi. Bu saboqdoshlarning jur'atiga, g'ayratiga yana bir qatam olqishlarimiz bilan opirin aytib o'taylik. Bugün sizga hamroh olib kim keldi? Opam keldi. Apangiz tarafga
qarab, o'zingizning ko'nglini izhor qilib, opangizni sahnaga taklif qilib chiqing bilan. Apa, men sizga gapiraq, men chuqur vafodor bo'laman. Siz yeringiz Endi qani kim so'z qilib baqdi chiqing qizsiz. Sevimli apa, meni kechiring. Siz menga dada va ona bo'lib, mening qayg'u hasratlarimning pardasi, ko'tarilib hammeniki. Men sizni kechirmayman, ana. Siz menga do'st va ona dada bo'lib keldingiz. Men sizni yaxshi ko'raman, ana. Meni chetinizni kechirishni umid qilaman. Aşk mehribon anangiz Ananız bugünkü yığınga keldi bolam. Ananız tarafga qarab, yuqori ovozda ana, rahmat sizga jafo chekdingiz. Kichikimdan boshlab meni yolg'iz boqib cho'ng qildingiz deb o'zingizning yurak so'zingizni ifoda qiling bolam. Ana, meni kechiring, men sizni yaxshi ko'raman. Qani bu qizchaq sahnaga barabat. Hammaylar qizg'in olqishlarimiz bilan bu jasoratlik onaga ilhom madad beraylik. O'zi yolg'iz bir bolani biqib cho'ng qilib tarbiyalash oson emas, chunki ayol kishi emasmi, ojiz emasmi? Alaykum assalom. Assalomu alaykum o'quvchilar. Sizlarning shunday bir farzandni yaxshi tarbiyalaydigan o'qituvchilarni hurmatlashinglarni umid qilaman. Sizim tegdi. Rahmat. Merhamet. Savoqdaşlar, ata-onalarimizga bo'lgan rahmat tashakkurlarimizni, o'qituvchi ustozlarimizga bo'lgan minnatdorlik hissiyotlarimizni ifoda qilishni, izhor qilishni bizning bu qisqagina 2 soatlik faoliyatimizning vaqti hargiz me'yor bermaydi. Buning bugun bir kun, bir oy, hatto bir yil vaqtni ozlik qiladi savoqdaşlar. Çünkü ata-onalarning bizdagi ajri, o'qituvchi ustozlarning bizdagi mehnati nihoyatda nurg'un. Biz uni bir ömür so'zlab, bir ömür minnatdorlik bildirib tugutib bo'lmaymiz. Shunga men shu tantanlik daqiqalarda tuvanda o'tirgan va yuqoridagi sahnadagi barliq savoqdoshlardan ata-onalarga, o'qituvchi ustozlarga o'pchi va'da berishni taklif qilaman. Barliq savoqdoshlar qaddimizni rostlab tik turaylik. Hammaylar mana shu tantanlik minutlarda menga ergishib birlikda o'pchi va'da beramiz. O'ng qo'limizni yuragimizning og'ziga olaylik. Bu va'dalar yuragimizning qat-qatidan urg'ib chiqsin. Yaxshi savoqdoshlar. Men bir jumla o'qiyman, hammaylar menga ergishib birlikda o'qiylik. Bugun mening hayotimdagi yepyeni bir kun. Bu va'dalar yuragimizning qat-qatidan urg'ib chiqdi. Bundan keyingi har bir kunimizda mana shu bergan va'dalarimizga amal qila olamizmi? Qila olamizlar savoqdoshlar. Yaxshi savoqdoshlar, o'rninglarga qaytinglar. Tuvan turgan savoqdoshlarmi o'rin olinglar. Tuvanda biz sahnamizga Qarqashnoyda 3-o'tir maktabdagi barliq o'qituvchi ustozlarni taklif qilamiz. Hammaylar qizg'in olqishlarimiz bilan o'qituvchilarni sahnaga taklif qilsak.
Çırak ruh dünyasına Nurunuz verdi hararet Ecriniz hem kıyasına Örleştemem günü kudret cesaret Hılvette göz açkan namsız Көз алдымызда тұрғанлар болса, күнді дегідек бізге хәмра болыдыған көйімчан бағбанлардыр. Біздің әқли көзімізді açıdыған, бізге неменің güzellik, неменің рәзілlik ішкәлігіні тонтыдыған, ağzımızға әдәп әхлақ, ilim, hikmetlerini salıdыған mihriban ustazlarımızdır. Оқытушыларның hayatında мұнда 3 ulug' vazifesi boludu. Birincisi, ular öz farzandlarini biqib, tarbiyalab qatar qo'yish kerak. Ikkinchisi, ular ota-onasiga vafodorlik qilishi, ota-onasini kutishi kerak. Uchinchisi, ular hayotining ko'p qism vaqtini mana sizlarga o'xshash yosh avlodlarning sog'lom o'sib yetilish uchun sarf qilishi kerak. Jahonda gullarning turi intayin ko'p. Ammo hammali gul mehr muhabbatga simovollik qila olmaydi. Bunun simovollik bo'lg'ini faqat birla. U bo'lsa-mu attirgul. Jahonda egiz cho'qqilar nihoyat nurg'un. Ammo hammali egiz cho'qqa egizlikni ko'kib taqishib, dunyo bo'yicha birinchi egiz cho'qqa degan nomga musharraf bo'la olmaydi. Bundaq nomni aloligini faqat birla. U bo'lsa-mu jumlaning cho'qqisi. Jahonda bizdek insonlar shug'ullangan kasblar har xil, har yangza, nihoyat nurg'un. Ammo o'zi oddiy odam bo'lsa-mu, o'ziga o'xshash odam tarbiyalash kasbi bilan shug'ullanuvchilar bor. Ular mana bu shu bizning suyimli o'qituvchilarimizdir. Bizning o'qituvchilarimiz mana bu shunday ulug'vor kasb bilan shug'ullansa-mu, ammo ko'rib turibsizlar, ular to'liq oddiy sodda. Bizning o'qituvchilarimiz xuddi o'z ota-onamizga o'xshash bizning g'ibimizni yeydi, biz uchun jafo chekadi. Ularning har kuni doim tugudek bor to'zonlar orasida o'tadi. Ammo siz qanday qildingiz? Siz mana bu shu ko'yimchan bog'banlaringizga, sizga oq qarni to'nutgan, sizni jaholat, nodonlik, qarong'ulik dunyosidan erkin, hur, adolat dunyosiga, go'zallik dunyosiga, yo'ruq dunyoga boshlab minayotgan mushu tevfikor bog'banlaringizga qanday muomala qildingiz? Siz hozir to'liqsiz o'ttir maktabda o'qiyapsiz. Siz boshlang'ich maktabdagi sizning savodingizni chiqargan, sizga oddiy adab axloq ahkomlarini o'rgatgan, sizga kitob o'qishni o'rgatgan shu o'qituvchilaringizni bir qatim bo'lsa yo'qlab, bir qatim bo'lsa ularga rahmat muallim, bizni shunchalik o'qitib qo'yibdi-ekan deb ularga rahmat, tashakkuringizni ifodalab baqdingizmi? Yo'q, siz undaq qilib baqmadingiz. Siz doim bu o'qituvchilaringizning keynidan ularning yomon gapini qildingiz. Siz hatto ularning ba'zilariga laqab qo'ydingiz. Siz ular o'rinlashtirgan topshiriqlarni bajondirlik bilan o'rinlamadingiz. Siz darslarda tirishchanlik ko'rsatmadingiz. Siz hatto ularga qarshi chiqdingiz, to'g'ridingiz, gap yangirdingiz. Qisqasi, siz tilingizning qurib ketishidan qo'rqmadingiz. Asi gunohkor, qor yuz banda bo'lib qilishdan ansirmadingiz. Bu olamdagi eng baxtsiz inson bo'lib qilishdan hazar aylamadingiz. Savoqdoshlar, bu dunyoda bizga ilm, ma'rifat, bilimlarni o'rgatuvchidan ortiq ulug' inson bo'lmasa kerak. O'qituvchilarning ulug'ligini til bilan ifodalasak, bizning tilimizni ojizlik qiladi savoqdoshlar. Shunga bu yerda men barliq savoqdoshlarni o'rnimizdan turib, mana shu qadrdon o'qituvchi ustozlarga salom berishni taklif qilaman. Barliq savoqdoshlar o'rnimizdan turaylik. Hammanglar o'ng qo'limizni ko'ksimizga elib, egilib turib, bu o'qituvchilarga Uyg'urning salomini beramiz. Salom. Beshinglarning savoqdoshlar 10 sekunddan kam bo'lmasin.
Yaxşı sabahdaşlar, beşinlarını götürünler. Undaq bolsa, yana bir qatim qizg'in alqış chavaqlarimizni mana bu shu jafokash to'rtkar bog'vanlarimizga taqdim qilaylik. Endi men barliq sinflarning sinf boshlig'i, o'rganish boshlig'i, turmush hayoti qatorliq sinf hayotlarini oldiga chiqishga taklif qilaman. Hamma sinflarning sinf hayotlari oldiga kelib bir qator bilan ratib tizlanglar bilan. Bo'linglar tiz. Suratinglar tiz bo'lsin. Hamma sinfning sinf hayotlari oldiga chiqib ikki qator bo'lib tizlanglar. Sizlar o'z sinfinglardagi eng ilg'or kuchlarga vakillik qilasizlar. O'qituvchi ustozlaringlarga qarab turinglar. Mayada turinglar bilan. Eng ilg'or kuchlarga vakillik qilasizlar. Sizlar hozir o'z sinfinglardagi saboqdoshlaringlarga vakil bo'lib, saboqdoshlaringlarga vakolatan eng sharafli bir vazifani o'rindaysizlar. Ya'ni ko'z oldinglarda turgan mana shu qadrdon o'qituvchi ustozlaringlarga, tövbekor bog'vanlaringlarga, sinfinglardagi barliq o'quvchilarning salimini, ularning minnatdorlik hissiyotini ifodalaysizlar bilan. Bu farz, bu qarz bo'yninglarda qolib qolmasin. Sinfdagi saboqdoshlarning hissiyoti qalbi sizlarning bo'yninglarda qolib qolmasin. Undaq bo'lsa beringlar balam. Berib o'zinglar eng yaxshi ko'radigan usul bilan o'qituvchi ustozlaringlarga bo'lgan minnatdorlik hissiyotinglarni ifodalanglar. Berib ularga qalam qilsanglar bo'ldi, pichoq qilsanglar bo'ldi. Ularga eng yaxshi, eng chiroyli, yaramli qilsanglar qilsanglar bo'ldi. Chiroqdek cho'mildi nurlarga jiniki olam. Bu olam güzellik ansızken, bu alem misal çeliş meydanı. Bu alem güzellik ansızken, bu alem misal çeliş meydanı. Sevilen Tenge sancıl zatken buldunuz müstehkem Polat Kur'an'ı. Rahmat. Sağdaşlar, endi qaytib kelsanglar bo'ldi. Rahmat. Tövəndə mən ata-ana yoldaşlarımı maktabga va o'qituvchi ustozlarga minnatdorlik bildirish fursati bilan ta'min etmoqchiman. Agar sizlarning bu o'qituvchilarga va maktabga yetkaziladigan yurak so'zlaringlar bor bo'lsa, oldiga chiqib ikki og'iz tashakkur so'zlaringlarni ifoda qilsanglar, bilishinglar kerakki, sizlarning shu ikki og'iz tashakkur so'zlaringlar biz o'qituvchilar uchun olamcha lazzat. Qani qaysi ota-ona oldiga chiqib so'z qilib baqidi? Hammaylar qizg'in alqishlarimiz bilan bu dadani ikki og'iz so'z qilib berishga taklif qilaylik. Hürmetli ota-onalar, saboqdoshlar, mushu sorunda nurg'ulg'an yig'zorlarni qilishdik. Atalar bolalarımızga bo'lgan mehr-muhabbatimizni bildirdik. Bolalarimiz bizga bo'lgan mehr-muhabbatini bildirib, atalar, balalar o'zaro iroda bizmo bolalarimizni kechirdik, bolalarimiz bizni kechirdi. Men bu munosabat bilan bugun mushu ota bolalar bir-biriga mehni yetkazish faoliyatini o'rlashtirgan mushu maktab partikulining rahbarlariga, maktab rahbarlariga, o'qituvchilarga ham bugun mishada dars so'zlagan mana bu ulug' xonimga chin rahmat aytaman. İkincidен, bugungi bu faoliyatning kun tartibini maktabdagi o'qituvchilar, rahbarlar, o'qituvchilarni yaxshi o'rlashtirgan. Üçüncüden, mushundaq faoliyatni ko'proq elib berib, biz ota-onalarning bolalarga bo'lgan mehrini, bolalarningki ota bo'lgan mehrini yetkazib, kelgusida irodali bolalarni tarbiyalab, vatanimizni taraqqiy qildirishni umid qilaman.
Menmo bugün muşu faaliyette katlaşıp balamga atı buluş jarayonida nurg'ulg'an joylarda mehr muhabbetimni qisib olganligimni sezdim. Ham buningdan keyin mushu bugungi tarbiyadan nihoyat ta'sirlanib, balalar oilada qanday tarbiya qilish, muomala qilish jihatiga ta'sirlikimni sezib, nurg'ulg'an zo'r tarbiyaga ega bo'ldim. Bu bugungi faoliyat nihoyat ulug' bir terbiye ahmiyeti zor olan faaliyet oldu. Bu hanımga, bu okutuvchilarga men ko'p rahmatimni bildiraman. So'zim tugadi, rahmat. Rahmat. Endi yana qaysi ota-ona so'z qilib baqidi? Ayadan bir dada kelyapti. Hammaylar qizg'in olqishlarimiz bilan bu dadani so'zga taklif qilaylik. Assalomu alaykum. 3-o'rta maktabda bütün o'quvchi, ota-ona, onalarga. Men bugun bir yerga chiqib qolishim kerakda, bugun bu faaliyetni aytib ulaştırgan faaliyet ekan bu. Bu faaliyetni burun yoq o'tkazgan bo'lsam-da, hozirga qadar shu maktabda tarbiyadan chiqayotgan o'quvchi bolalarning safosini to'g'ri yuqori bo'lib chiqishga demoqchi. Turtki bitgan deb o'yladim. Hem bu bizning bolalarnikanda o'qitib bor 3 yillik shu maktabda o'qishayotganda mas'ul bo'lib kelayotgan Turg'un muallim xonimning ismini xonim yana shunday qilib 3-o'rtadagi bütün o'qituvchi ustozlarga cho'nqur muhimni yetkazib salomimni yetkazibman. Rahmat. Hamda o'quvchi saboqlar kichik bolalarimiz hamda shu o'qituvchilarning tarbiyasi asosida yana o'zingizga mehr muhabbatni cho'nqur bilim elib mehr muhabbat bilan jamiyatga, ota-onalarga javob qaytarishini umid qilaman. Rahmat. Yana qaysi ota-ona so'z qilib baqidi? Bu yerdan bir dada kelyapti. Hammaylar qizg'in olqishlarimiz bilan bu dadani ikki og'iz so'z qilib berishga taklif qilaylik. Assalomu alaykum barliq avam ahli. Oldi bilan men misha qatnashgan ota-ona vakolatim 3-o'rta maktab rahbarligiga ko'p rahmat ham barliq o'quvchilarga ko'p rahmat. Bunda marqa degan shu nutq so'zlab, shu faoliyatning yadrolik shaxs bo'lgan bu xonimning endi Xitoy viloyatiga eng go'zal nutq so'zligichi, maktabimizning eng munavvar tarbiyachisi deb maktabning nom berishini har mavsumda shu xonimni maktabga taklif qilib, shunday bir tarbiyani uyushtirishga umid qilaman. Rahmat. Undaq bo'lsa, barliq saboqdoshlar qizg'in olqishlarimiz bilan mana shu qadrdon o'quvchi ustozlarimizni o'zib qo'yaylik. Marhamat. Keyin o'rtirib olgan saboqdoshlar o'rinlaninglar saboqdoshlar. Faaliyetimiz asosiyatdan oxirlash oldi turyapti. Shunga men saboqdoshlarning faaliyat boshlangan vaqtdagi eng jangovar qiyofatiga qaytib, qaddini ruslab, jalliq o'tirib berishni umid qilaman. Bugun o'qituvchilar ko'z yoshi qildi. Ota-onalar ko'z yoshi qildi. Saboqdoshlarmi ko'z yoshi qildi. Boshqa narsa uchun emas, faqat ta'sirlanib, hayajonlanib, qalbi minnatdorlik his tuyg'usiga cho'mib ko'z yoshi qildi. Bizning oddiy ammo ulug' ona mehrimizdan, ustoz ruhimizdan ta'sirlanib ko'z yoshi qildi. Mana shundoq mehr muhabbat bizning atrofimizda, oilamizda, qalbimizda har vaqt mavjud. Ammo u ifoda qilinishga, izhor qilinishga muhtoj. Shu topda bizning qalbimizda kuchli bir hayajon to'lqin bo'lib mavj urmoqda. Biroq mening sizlarga shundoq degim keladi. Birdamlik hayajonlanish intayin oson. Bu xil hayajon va ta'sirlanishni bir necha kungacha uzatishmi uncha volat emas. Biroq bizga lozim bo'lgani bu xil hayajon va ta'sirlanishni mangulik kuchga aylantirib, uni o'zimizning hayot bayagi qilib, qalbimizda mangudan manguga yildiz tatqizishdan iborat. Barliq ota-onalardan oilada, barliq o'qituvchi ustozlardan maktabda saboqdoshlarning bugungi hayajonli minutlarini, öksüp yig'lashlarini, tantanlik va'dalarini har vaqt esiga silib, ularning dillarini har vaqt mehr muhabbatimiz bilan sug'urib, mehr muhabbatimiz bilan eritib, ularning saf
dil, pak niyat, vafodor odam bo'lib chiqib, vatan xalq uchun bir kishilik hassa qo'shish uchun to'p qo'shishini umid qilaman. Shundaq savoqdoshlardan bugungi faoliyatdan ilhom olib, ozuq olib, bugungi faoliyatning ilhomida qalbimizdagi kirlarni pak-pakiz tozalab chiqarib etib, mehr muhabbatimizni urg'itib, uningdan ota-onalarni va o'qituvchi ustozlaringlarning chanqigan qalblarini sug'urishinglarni umid qilaman. Chunki bu onalar, chunki bu dadalar, chunki bu o'qituvchi ustozlar, chunki bu bolalar, qisqasi bu yerda turayotgan jamiy mavjudot mehr muhabbatga muhtoj. Esingizda bo'lsin, hayotimiz mehr muhabbatga to'lsin, qalbimiz minnatdorlik hislari bilan shodlansin. Bugungi liksiya faoliyatimiz mana bu yerda oxirlashdi. Men liksiyamni ko'ngil qo'yib anglab bergan barliq mehribon ota-onalarga, o'qituvchi ustozlarga, suyimli savoqdoshlarga chin qalbimdan rahmat aytaman. Shundaqla sizlarning har bir kuninglarning mehr muhabbat ichida go'zal o'tishiga tilakdoshlik bildiraman. Rahmat sizlarga.